Do'stlar, oxirgi 5 yil ichida O'zbekiston juda o'zgardi. Hozirgi paytda yangi kompaniya, yangi texnologiya va bular bilan birga yangi O'zbekistonni quradigan odamlar paydo bo'lgan. Va biz aynan shunaqa insonlar bilan uchrashib, IT sohasi, startap, investitsiya va O'zbekistondagi birinchi litsenziyalangan kripto ferma haqida suhbatlashdik. Siz hozir ko'rayotgan videoda ikkita oddiy maqsadimiz bor. Birinchisi, bu eng katta proyektlar ham bir paytda shunchaki g'oya bo'lganini ko'rsatish. Ikkinchisi esa kichkina shaharda tug'ilib o'sgan bo'lsangiz ham eng katta proyekt yaratishga sizda har doim imkon borligini ko'rsatish. Ketdi. Qisqacha aytganda, siz IT hamjamiyatining rahbarisiz. O'zbekiston IT hamjamiyati bu IT parkdan alohida, ulardan mutlaqo mustaqil bo'lgan tashkilot. Oddiy so'z bilan aytganda, bu O'zbekistonda IT sohasini rivojlantirish va targ'ib qilish bilan shug'ullanadigan tashkilot. Xullas, sizda Roadshow nomli dastur bor, u bo'yicha butun respublika shaharlarini aylanib, yoshlar bilan uchrashuv va anjumanlar o'tkazasiz. Ularni aynan ITni kasb sifatida tanlashga undaysiz. Bilim ham beramiz. U yerda mahorat darslari bor. Shu bois bugun O'zbekistonda ham, dunyoda ham IT sohasi haqida suhbatlashsak degandik. Uning qanday rivojlanayotgani, qanday imkoniyatlar mavjudligi va yaqin yillarda bizni nimalar kutayotgani xususida. Bugungi kunda IT aftidan eng qizg'in mavzulardan biri. Zero sun'iy intellekt ham ayni IT demakdir. Shubhasiz, ITga kirib kelgan odamlar muvaffaqiyatga erishadi. Chunki bu eng ilg'or soha bo'lib, deyarli barcha jabhalarda mavjud. Boshqa har qanday soha qandaydir bir tarzda raqamlashtirilishi kerak. Hatto qishloq xo'jaligi, huquqshunoslik, bank ishi, davlat xizmati, tibbiyot istalgan soha texnologiyalarga muhtoj. Bu esa IT, ya'ni aynan axborot texnologiyalari degani. Shahriyorov. Avvalo suhbatga rozilik berganingiz uchun rahmat aytmoqchiman. Biz hozir universitetdamiz, Moliya universitetida. Yo'q, bu iqtisodiyot va moliya vazirligi. Siz shu yerda ishlaysizmi? Ha, men fonda, aniqrog'i iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi uzvisi fondida ishlayman. Maqsadimiz O'zbekistonda startap ekotizimini rivojlantirish. Qisqa va sodda qilib aytganda, bu davlat qoshidagi venture fondi, ya'ni davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi va siz startaplarga homiylik qilasiz. To'g'rirog'i, O'zbekistonda yaratilayotgan yangi IT startaplarga sarmoya kiritasiz. Faqat ITga emas, barcha startaplarga. Bizda biror ustuvor soha yo'q, barcha startaplarga sarmoya kiritamiz. Bundan tashqari, bizning asosiy vazifamiz bu startap ekotizimini, xususiy kapitalni rivojlantirish. Venture fondimizning to'liq nomi UZVS Milliy Venture fondi, ya'ni fondlar fondidir. Fondlar fondi degani biz nafaqat startaplarga, balki boshqa fondlarga ham sarmoya kiritishimizni anglatadi. To'ymurod aka, birinchidan o'zi aytishim kerak, to, что bu intervyu juda eksklyuziv intervyu bo'ladi. Nimaga desangiz, siz O'zbekistonda birinchi litsenziyalangan kripto fermani asoschisiz. Shunday. Angliyada o'qigansiz, Angliyada va Amerikada magistraturada bitirgansiz. Hozir esa Central Asian University'da dars berasiz. Birinchidan o'zi oddiy qilib tushuntirsangiz, kriptovalyuta o'zi nima? Oddiy qilib tushuntirganda, bu detsentralizatsiyalashtirilgan valyuta, ya'ni biror bir hukumat tomonidan yoki biror bir agentlik tomonidan boshqarilmaydigan valyuta desak ham bo'ladi. Misol uchun, har qanday valyutani oladigan bo'lsangiz, uni markaziy bank tomonidan boshqariladi. Kriptovalyuta bo'lsa, u hech qanaqa bir davlat yoki bir organizatsiya tomonidan boshqarilmaydi. Shuning uchun u detsentralizovanный kriptovalyuta deyiladi. Buni afzallik tomoni shundaki, agar siz birovga pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, tranzaksiya qilmoqchi bo'lsangiz, sizga hech qanaqa sanksiyalar, hech qanaqa bir davlat aralashuvi sizga xalaqit bera olmaydi. Shuning uchun oxirgi paytlarda ko'ramiz, Eron Islomiy Respublikasi tomonidan ham bu juda ham aktiv foydalanmoqda. Shuning uchun bu juda ham nima deydi, oxirgi 15-20 yildagi eng asosiy revolyutsiyalardan desa bo'ladi, insoniyat tarixidagi. Diyor aka,
O'zi birinchi rahmat aytmoqchiman intervyu kelganingiz uchun. Biz siz bilan IT parkda tanishganmiz. IT festivalida o'sha payt siz o'sha yerda kelib speech bergansiz. Chetdan investorlar kelganda ularni oldida speech bergansiz investitsiya olish uchun. Да. O'sha nima bo'ldi? Kimdir aloqaga chiqdimi, investitsiya bo'ldimi, yo'qmi, qanaqa bo'ldi? Investitsiya jarayonida har doim bir kunlik narsa emas. Bir necha oylik yoki yillik davrda bo'lsa ham to'g'ri bo'ladi desam. U yoqdan keyin biz o'zi Techstarda qatnashayotdik. Techstar akkreditatsiya programmasida. U yerda ham biz qatnashganimizdan keyin hozir 3 ta международный Amerikadagi va boshqa venture fondlar hozir bizga aloqaga chiqishgan, gaplashib, переговорlar boryapmiz hozirgi momentda. O'zi startap bo'yicha qisqa agar oddiy qilib tushuntirsangiz, nima startap va qanaqa Biza ishlaydi? Redim yoqilg'i shoxobchalari uchun va logistika korxonalari uchun shaffof to'lov tizimi bo'lamiz. Biz zapravka bilan, ya'ni yoqilg'i shoxobchasi bilan logistikasi bor korxonalarni birga bog'laymiz va o'rtadagi to'lovlarni shaffoflashtirib beramiz. Bizda ikkita qism bor, to'g'ri. Bular motivatsion va o'rgatuvchi qismlar. Motivatsion qismda biz turli konferensiyalar, meetuplar, road showlar o'tkazamiz. Aksariyati motivatsion. Shunchaki shunday soha borligini aytamiz. Bu faqat dasturlash emasligini. U yerda ko'p. Rekrutingdan tortib dizayngacha juda ham ko'p narsalar, bularning barchasi ichiga kiradi. Ikkinchidan, bizda sentyabr oyidan boshlab faqat hududlarda 3 oylik offlayn kurslar boshlanishini aytmoqchimiz. Vazifamiz 5 yil ichida kamida 10 ming kishini o'qitish. Biz o'z oldimizga shunday maqsad qo'ydik. Yaponiyalik do'stlarimiz Nippon Foundation jamg'armasidan juda zo'r moliyaviy yordam oldik va qariyb $1 million grantni yutib oldik. Endi bu ishni sentyabrdan boshlaymiz. Hozir kurrikulumni ishlab chiqish bosqichidamiz. U boshqa joylardagidek emas, o'zgacha bo'ladi. Chunki aynan poydevor qo'ymoqchimiz. Roadshowda bildikki, ko'plarda poydevor yo'q. Ular darhol dasturlash, data science qiyin narsalarni o'rganishmoqchi. Agar poydevor bo'lmasa, bu juda qiyin ekanini tushunib, sohani tark etishadi. Ketayotganlarni qaytarib, yo'q qiyin, chunki noto'g'ri joydan boshlading demoqchimiz. Shu yerdan boshlasang qiyin bo'lmaydi, chunki unga bosqichma-bosqich yetasan. Hozir shuni qilyapmiz va tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bu juda katta loyiha, vaqt o'tishi bilan u yanada kengroq tus oladi. IT Community Education deb nomladik. Xullas shu ish bilan bandmiz. Sizning startaplar va boshqa fondlarga sarmoya kiritishingizdan davlatga nima foyda? Davlat uchun buning qiziq tomoni shundaki, birinchidan, qo'shimcha samara sifatida aholining savodxonligi oshadi. Ya'ni yoshlar biznes yuritishni, startapni rivojlantirishni o'rganadi. Bu nojo'ya ta'sir. Asosiy foydasi esa iqtisodiyot rivojiga yordam berishidir. Daromad keltiradigan, iqtisodiyotimiz va xalqimizga naf keltiradigan bizneslar, startaplar ko'payadi. Hayotimizni yaxshilaydigan innovatsion texnologiyalar ko'payib bormoqda. O'zbekistonliklar hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan bunday innovatsion startaplar va texnologiyalarga Paymini misol qilib keltirish mumkin. Bu ham o'z vaqtida startap sifatida boshlangan. Ammo startapga sarmoya kiritganda davlat baribir kompaniyaning ma'lum bir qismini, ya'ni ma'lum bir foizini o'ziga oladi. Bu aynan shunday, ya'ni bu investitsiya bo'lgani uchun biznesdan ma'lum bir foiz olinadi. Ilgari, ya'ni 20-yilgacha asosan davlat grantlar ajratar edi. Bu mexanizm o'zining samarasizligini ko'rsatdi. Chunki grantlar aytish mumkinki, tekin asosda beriladi. Natijada grant olgan, biroq hech qanday natija ko'rsatmagan loyihalar ko'p bo'ldi. Bu yerda esa biz ularning biznesidan ulush olamiz va ular moliyalashtirishdan oldin due diligence deb ataladigan sinchkovlik bilan tekshiruvdan o'tadilar. Hujjatlarni topshirishadi, barchasini tekshirib, keyingina sarmoya kiritamiz. Hozir o'sha kripto fermani ochish o'zi qatdan g'oyasi kelgan? Kripto fermani ochish g'oyasi juda ham oddiy, nima deydi, последовательность, g'oyalar ketma-ketligi. Birinchidan O'zbekistonda nima eng bizada ko'p? O'zbekistonda quyosh ko'p. O'zbekistonning 80% hududi cho'l zonasi joylashgan. 80% hududi cho'l joylashganini inobatga olgan holda qaraydigan bo'lsak, albatta bundan biz oqilona foydalanishimiz kerak. Va
birinchi g'oya kelgan shu 80% hududida quyosh panellarini o'rnatgan holda elektr energiya ishlab chiqarish. Bundan keyin oddiy elektr energiya ishlab chiqarish ham nima deydi, qanaqadir oddiy biznes bo'lib qolardi. Keyin unga qanaqadir qo'shimcha qiymat qo'shish g'oyasi kelgan. Qo'shimcha qiymatni qanday qo'shsam bo'ladi deganda o'ylab ko'rib, shu quyosh panellaridan keladigan elektr energiya hisobidan mining qilish g'oyasi keyin kelgan. Endi tushunishim bo'yicha boshida o'zi kriptofermani qilish g'oya yo'q edi. Yo'q edi. Faqat quyosh paneli. Shunday. Siz yanvar oyida litsenziyani olgansiz kriptoferma uchun. O'zi litsenziyani olish jarayoni qanaqa bo'ladi? Litsenziya olish jarayoni qonunchilik belgilab qo'yilgan, qanaqa olinishi. Oddiy sodda qilib, Lexus'dan ham topish mumkin, ketma-ketligini, qanaqa olish kerakligini. Birinchi bizada NAPP degan nima bor? Istiqbolli loyihalar agentligi, o'zbek tilida aytiladigan bo'lsa, ular shu soha regulyatori, ular ruxsatnoma berishadi, litsenziya emas, ruxsatnoma berishadi va u ruxsatnomani olish uchun ular qo'ygan talablarni bajarsa bo'ldi. Birinchi talablardan biri bizni nimamizga to'g'ri keladigan, bizning qiziqishimizga ular qo'ygan talab, mana crypto mining O'zbekistonda quyosh panellari orqasidan keladigan elektr energiya orqasidan ishlatilishi kerak. Bu birinchi talab. Va siz olib keladigan mining qurilmalari O'zbekistonda, ya'ni apparat ASIC apparatlari sizning nomingizda nima deydi, bojxonadan rasmiy o'tgan, qonuniy sizning nomingizda bo'lishi kerak. Bo'ldi. Siz elektron portal orqali istiqbolli loyihalar agentligiga ariza topshirasiz. Ular ko'rib chiqishadi hamma hujjatlaringizni, quyosh panellari bo'yicha hujjatlarni va оборудование bo'yicha o'sha ASIClar bo'yicha sizni hujjatlaringizni ko'rib chiqadi. Va agar kamchilik bo'lsa, ular sizga nima beradi? Nima deydi? Kamchiliklaringizni to'g'rilash uchun xat berishadi. Qanaqa kamchiliklaringiz bo'lsa, 20 kun ichida siz uni to'g'rilab qaytadan kirishingiz mumkin. Quyosh paneli va kriptoferma joylashgan anaqaga lokatsiyaga kimdir kelib tekshirganmi, shunaqa nimadir bo'lganmi? Asosan hamma ruxsatnoma bo'yicha bo'lgan jarayon hammasi elektron portal orqali bo'ladi. Biz istiqbolli loyihalar agentligini biror xodim bilan biror marta ko'rishmaganmiz. Ularni hatto rasmlarini internetda ko'rishimiz mumkin bo'ldi. Hammasi elektron jarayonda bo'ladi va faqat hujjatlar orqali siz taqdim etasiz. Lekin ular siz ruxsatnoma olganingizdan keyingina kelib sizni tekshirishlari mumkin. Ungacha esa yo'q. Общий qancha ketgan litsenziya olish uchun? Qaysi ma'noda? Vaqtmi yoki pul ma'nosida? Ham vaqt, ham pul. Pul ma'nosida mana sizni quyosh panellari quvvatingiz 50 kilovat ham bo'lishi mumkin, 100 kilovat ham. U endi o'zingizning mablag'ingizdan keladi. Yo'q, bu boshqa, aynan litsenziya olish uchun. Litsenziya olish yozib qo'yilgan, u mutlaq bepul. Bepul. Agar oddiy qilib tushuntirsangiz, siz nimadan foyda topasiz o'sha programmadan? Foydamiz bu tranzaksiyalardan, ya'ni har bitta to'lovdagi tranzaksiyalardan o'zimizning komissionniy foydalarimiz bor. Ham zapravkadan, ham logistika korxonalaridan oladigan foydalarimiz bor. O'shadan biz foyda qilamiz. Oxirgi marta siz televideniyada chiqqansiz. Televideniyada bizning bitta programmamiz bor, Zo'r TVda. O'sha yerda siz $100,000 investitsiya olgansiz. Shunaqa. Bundan tashqari yana qanaqadir investitsiya bo'lganmi? Endi u investitsiya o'zi yaqinda bo'ldi, dekabrda. 100,000 emas, to'g'rirog'i $98,318. Xo'p, hozirgi kunda ushbu pul mablag'lari o'zi shundoq ham bizga yetib turibdi va ikkinchi raund investitsiya ochish haqida hozirchalik gaplar yo'q bizda. Lekin sentyabr va oktyabr oylarida o'ylab ko'ramiz mana shu narsani ochishga, ya'ni ikkinchi raund investitsiya ko'tarish bo'yicha. Ma'lum bir venturniy fondlar bilan albatta переговор olib boramiz. Haligi boya aytib o'tganimdek, investitsiya ko'tarish bu bir kunlik narsa emas va bir oylik narsa ham emas. Sizga agar aytaylik oktyabrda yoki noyabrda kerak bo'lsa, pul bu demak 7 oy oldin harakat qilish boshlashingiz kerak. Pulingiz bo'lsa ham даже shunaqa narsa. O'sha Zo'r TVda sizni chaqirishganmi yoki o'zingiz borganmisiz? O'zim zaявка qoldirganman ham chaqirishgan ham. Ya'ni ikkita tomonlama bo'lgan bu yerda. Ham zaявка qoldirganman ham, parallel bu yerdan chaqirishgan ham. Shu qatnashsangiz yaxshi bo'ladi deb qatnashganmiz. Shunaqa to'g'ri kelib qolgan, ham zaявка topshirganman, ham chaqirishgansiz ham bo'ladi. O'sha proses qanaqa bo'ladi? Mana siz keldingiz,
prezentatsiya qildingiz, ko'rsatdingiz produktingizni boshqa. Bular misol uchun bo'ldi, pul beramiz deyishdi. O'shandan keyin qanaqa protsess ketadi? Pul beramiz deyishdi deganda hali pul beramiz degani aniq emas. Birinchi o'rinda invest komitetga olib kiriladi. Sizni proyektingiz, ya'ni olinadi, invest komitetga olib kiriladi. Invest komitetda bitta odam hal qilmaydi har doim. Ayniqsa mana venture fondlarda, angel investorda o'zi bilan angel investor deyiladiki, u bitta o'zi hal qiladi, chunki uni o'zini puli. Bizdagi venture fondlar, tim bo'li bu davlat fondlari, u yoqda invest komitetda yo'q deganda 5 kishidan kam odam o'tirmaydi. Ya'ni hammasi rozi bo'lish kerak. Shu rozi bo'lgandan keyin, invest komitet rozi bo'lgandan keyin due diligence'ga o'tiladi. Due diligence'da Oddiy qilib tushuntirsangiz. Due diligence'da уже mana invest komitetda 4 ta odam o'tiradi-da, mana startapga pul tikamiz, tikmaymiz degan anaqaga han yoki yo'ni davlat xodimi hammasi. Endi davlat xodimi yoki o'sha venture fond xodimi. Endi venture fond xodimi ham baribir hozirgi kunda bizda частный shaxsiy venture fondlar yo'q hali. Katta bo'lgan. Endi hozirda misol uchun aloqa UzVC bo'lsa, endi katta venture fondlar bular hammasi davlat fondlari. Endi o'sha yerda o'tirgan xodimlar, ya'ni davlat xodimlari desa ham bo'ladi. 4-5 tasi invest komitetda bo'lsa, o'shalar rozilik bildirish kerak boshida. Ha, bu startap bizga yoqdi, biz anaqa tikishimiz mumkin deydi hali. Tekshirlaring deydi. Tekshirishga rozilik bildirishadi. Tekshirish degani bu shu due diligence deyshadi. Bu narsani DD deyshadi. Tekshirish nimani tekshirish? Ha, o'sha DD etapi deyilgani startap tilida shunaqa deyshadi. Atak oddiy qilib tushuntirganda tekshirish deganda bu oddiy finansiy tekshiruv, moliyaviy sizni qanchalik aytgan raqamlaringiz haqiqatga to'g'ri keladi. Forma 1, forma 2, forma 4 degan hisobotlar bor buxgalteriya tilida. Bu uni ham oddiy qilib tushuntirganda qancha pul aylanyapti sizda, qancha rasxod bo'lyapti, oyiga balansingizda qanaqa pullar bor, anaqa bank hisobot raqamlari. Nech pul tushgan, o'zi haqiqatan bankdan hisobot olib kelib berishingiz kerak, isbotlashingiz kerak. Ana tog'am berdi yoki jiyanim berdi degan pul emas, yoki naqd pul emasda, aynan belli firma bo'lish kerak bu. Hammasi ochiq oydin bo'lish kerak. Чтобы sizni shu finansiy auditorlar tekshirgan paytda isbotlashingiz uchun aytgan raqamlaringiz bilan televiziyaga chiqib, misol uchun 30 ming оборот qilyapman desangiz, o'sha 30 mingni keltirib berishingiz kerak. Keltirib bera olmasangiz, bu уже qora dog' sizning nomingizga. Yaxshi narsa olib kelmaydi. Bu mana shu bitta etaplardan biri finansiy audit. Mana birinchi etap bordingiz va shu komitetdan o'tdingiz misol uchun. Mana 4-5 ta odam o'tirib tekshirdi, bo'ldi, dabro berdi. Undan keyin nima bo'lyapti? Undan keyin mana shu hozir aytayotganim finansiy audit. Finansiy audit shu. Xo'p, finansiy auditdan ham o'tdi. Yana ikkita etapi bor. Bu texnik audit, ya'ni sizning programmangiz qanchalik to'g'ri ishlaydi degan narsa. U yerda ham shu programmistlar bo'ladi, o'sha venture fondlarni ular tekshirish kerak. Texnik auditdan o'tkazish kerak. Serverlari misol uchun to'g'rimi, ya'ni O'zbekistonda joylashganmi yoki boshqa joyda joylashganmi, keyin qanchalik 1 sekundda 1000-2000 ta zaprosga javob bera oladimi, javob bera olmaydimi? Mana shunaqa mayda-chuyda naqalarni tekshirib ko'rishadi. Xo'p, undan o'tganingizdan keyin oxiri yuridik audit. Yuridik auditingizda bu korxonangizni to'liq ichki tomon tekshirishadi, ya'ni qonun tomonidan. Misol uchun programmaga patentingiz huquqiy egami, brendingiz patentlanganmi, xodimlar bilan NDA shartnomasi, NDA shartnomasi ya'ni bu nima deyiladi, ko'chaga korxona ma'lumotini ko'chaga chiqarish mumkin emasligi haqidagi ma'lumotlar. Xodimlar bilan mehnat shartnomalaringiz qanaqa? Anaqa founders agreement, ya'ni founders deganda shu sheriklar o'rtasida qanaqa kelishuvlar bor. Mana shu bir nechta hujjatlar bor, qilib qo'yish kerak bo'lgan startapga. Birinchi o'rinda bu sheriklar bilan kelishib olish. Sherik bilan kelish deganda shu founders agreement deyiladi. Bu nima desa, siz bilan men biznes boshlayapman, shu startap boshlayapman. Endi men qanaqadir kasalligimiz tufayli umuman ishlay olmayman. Kim shuni olib ketadi yoki sotuvda kim necha foiz bo'lagi oladi? Mana shu hamma mayda-chuyda detallarigacha yozib o'tilishi shart. Sheriklarning orasida. Qanaqadir situatsiyaga tushib qoldik, nima bo'ladi degan joylarni rasmatreniya qilib, o'sha sheriklar bilan kelishib olinadi degan dokument bu. O'shandan keyin qolgan hamma etaplari hali ketgandek. Xodimlar bilan do'g'irlar, mijozlar bilan do'g'irlar,
Agar postavщикlar bo'lsa, postavщикlar bilan, ya'ni postavщик deganda kimlardir siz xizmat sotib olsangiz, servis sotib oldingiz, domen sotib oldingiz yoki IT uslugi oldingiz kimdandir. Mana mana shu hamma do'g'orlar saqlanishi kerak anaqada arxivda. O'sha hamma etapdan o'tish oson bo'lganmi yo qiyinmi? Qayerda? Pul jigardan yaqinroq deydimi, nima deydi? Shunaqa bor-ku, o'zbeklarda maqol. Nimasi qiyin bo'lgan aynan? Byurokratiya, odamlar bilan. Endi qiyin deganda nima qiyin savol bersangiz, hamma narsasi qiyin o'zi, lekin qilish shart. Qilish shart. Qilish shart. Shu narsa bo'lganligi uchun ham yaxshi. Men masalan angel investordan pul ko'targan yaxshiroqmi yoki venture fonddan pul ko'targan yaxshiroqmi degan savol berishsa, men har doim venture fond tanlayman. Nimaga? Angel investordan pul ko'tarsangiz bunaqa savollar berib o'tirmaydi ham даже. Kelishib, ichki tovozingiz tekshirib ham o'tirmaydi. Lekin kelishuv bitimi oxirigacha bo'lmaydi bir angel investor bilan. Chunki bu yoqda nimasi bo'ladi? Jismoniy shaxs. Bu odamning o'zini oilasi bor, o'zini xotini bor, bola chaqasi bor, kechasi boshini qotiradigan odamlari bor-da, o'ziga yarasha. Venture fondda bitta odamga bog'liq emas, o'ta tizimga bog'liq. Tizim hal qiladi sizga pul berish, bermaslik. Shu tizimga yarasha to'g'ri ishlar qilib qo'ysangiz, savollarning javobi bor hamma narsani. O'sha javoblarga to'g'ri javob berib qo'ysangiz bo'ldi. Savollarga tashni to'g'ri javob berib qo'ysangiz bo'ldi, yetarli. Endi qiyinmi? Ha, qiyin. O'zingiz tanlang, nimasi qiyin? Ertaga yengil pul olib qo'yib, mana bitta angel investordan 100 ming olib qo'yib, lekin niday bog' bir yildan keyin u ishi o'xshamay qoldi. Xudo ko'rsatmasin. Angel investor o'zini aytolmas, startup emas. Bu yerda pulimni qaytarib ber deb turibsa sizga. Shu qiyinmi? Yoki bir yildan keyin hech kim sizni boshingizni qotirmaydigan, o'sha venture fondda o'zining tizimi bor, prям cho'tki ishlaydigan, siz bilan exit strategiya ham qilgan. Exit strategiya deganda biznesdan chiqib ketish strategiyasi ham yozilgan hamma narsasi deb kelishgansiz bunaqa. Ya'ni investitsiya tutgan paytingizda siz o'sha investorlar bilan kelishingiz kerak, qachon va qanaqa qilib chiqib ketadi. Shu detallargacha kelish shart. Necha oy o'tdi? 7 oy. 7 oy. Hamma dokumentlarni olganingizdan keyin nima bo'ldi? Qayerga bordingiz yoki bo'la aloqaga chiqishdimi? Yo'q, anaqa o'sha taqdimotdan keyin o'zi shundoq ham aloqa venture o'sha polniy aloqa deydingiz. Aloqa venture bilan ish boshlanadi полностью. U yoqda shu haligi aytganimdek 3 ta kategoriya bo'yicha finansiy, texnik va yuridik auditlar qilinadi. Shu narsadan biz o'tganmiz. O'sha periodda o'ziga yerda plus minus 1 oy vaqt ketadi. Bu qanchalik siz tayyor bo'lishingizga bog'liq. Agar siz tayyor bo'lsangiz, 1 oy bemalol yetadi. Sizga shaxsan biror startup bilan kelib, unga sarmoya kiritishni so'rashganmi? Menga har kuni bir nechtasi keladi, juda ko'p kelishadi. Muammo shundaki, bugun LinkedInda odamlar ko'pincha g'oyalarga to'la-yu, lekin hech kim hech narsa qilishni xohlamasligi haqida maqola yozdim. Ya'ni bajaruvchilar bor. Shuningdek, gapiruvchilar ham bor. Aynan shunaqa, shunchaki g'oyasi borlar ko'p keladi. Hozircha faqat g'oya, hatto jamoa ham yo'q. Jamoasi bor, g'oyasi bor, lekin mahsulot yo'qlar ham bor. Ular shunchaki endigina boshlashgan. Boshqalarda esa qandaydir mahsulot bor, lekin u juda xom, umuman ahvoli yomon. Mahsuloti yaxshi-yu, foydalanuvchisi yo'qlar ham bor. Ya'ni barcha toifalar ketma-ket keladi. Ular menga boshqa investorlarga qiziq emas. Chunki o'xshamaydigan narsaga qanday tavakkal qilib sarmoya kiritamiz? Statistikaga ko'ra 99% uchmaydi. Nimadirga ega bo'lganlar kelganda esa g'oya albatta tushunarli. Jamoa, mahsulot va foydalanuvchilar. Bunga traction deyiladi. Ya'ni yurishdi. Ana o'shanda nima yurishib ketgani, yaxshi ketyaptimi, qanday trend kuzatilyapti, bular qiziq bo'ladi. Masalan, ularning yangi foydalanuvchilari soni har oy bir xil. Bu unchalik yaxshi emas. Lekin foydalanuvchilar soni har oy o'sib borsa, bu qiziq. Demak, ular tushungan. Demak, ular odam foydalanuvchi mijoz jalb qilishni o'rgangan. Mahsuloti juda yaxshi, odamlar ketmaydi. Ba'zan jalb qilishadi. Mahsulot juda ajoyib ko'rinadi, odamlar kelib undan foydalana boshlaydi. Keyin esa ko'rib turganingizdek ortda qolib, ketib qolishadi, bu ham yomon. Ya'ni retention ushlab qolish kerak. Demak, acquisition, ya'ni yangi mijozlarni jalb qilish va ularni ushlab qolish bo'lishi kerak. Shu ikkisi bo'lsa, hammasi zo'r. Demak, ular nimadir tushungan, odamlarni jalb qilib ushlab qolishni bilishadi. Aksi ham bo'ladi. Zo'r mahsulot, lekin jalb qilishni bilishmaydi.
hech kim bilmaydi. Ikkala qism ham kerak. Shunda investorlarga qiziq. Afsuski oldimga bundaylar juda kam keladi. Sizga murojaat qilingan eng ajoyib g'oyalarni aytib bera olasizmi? Bir kuni bir odam keldi. Ikkita menda ikkita bor. Xullas birinchisi. Bir odam kelib biz AI yaratdik dedi. Bu haqda hamma gapiryapti. OpenAI, Cloud, Anthropic, Google. Hamma gapiryapti. Biz bo'lsa uni shu yerda O'zbekistonda yaratdik. Bizga pul bering. Ko'rsating desam, yo'q deyishdi. Faqat raqamli texnologiyalar vazirligidagini ko'rsatamiz. Tanishtirib qo'ying. Marhamat, kontaktini berdim, boringlar deyapman. U yerda Oleg Pekos degan odam bor, u o'sha vazirning birinchi o'rinbosari, asosiy pay. Ajoyib odam, bu sohani rosa yaxshi tushunadi. Unga ko'rsatsangiz bu ejalmi yoki yo'qmi darrov biladi. Albatta, buning umuman ejal emasligini deyarli 100% bilaman. Chunki bu haqida gapirgan odamlar nazarimda bu sohani unchalik tushunmaydi, lekin shunaqa gap bo'lgandi. Ular kelib ko'rsatishdi, keyin biror narsa davom etdimi? Ko'rsatgisi yo'q, qayergadir ketmoqchi. Koinot bilan bog'liq juda g'alati bir voqea bo'lgandi. Bir yigit koinotga raketa uchirmoqchi bo'lgan. Juda yosh edi. Tasavvur qiling, menda startap uchun g'oya bor, tayyor mahsulotim bor, ya'ni men allaqachon nimadir yaratib bo'lganman. Uni kengaytirish uchun menga pul kerak. Мне нужны деньги, чтобы его масштабировать. Qayerga boray, nima qilay? Bu noto'g'ri tushuncha. Mahsulotni kengaytirishmi yoki yaratishmi? Ko'pincha mahsulot yaratishga ham pul kerak deyishadi. Hozir buni kam byudjet bilan qilish va kengaytirish mumkin. Faqat yo'l topish kerak. Masalan, trafik, foydalanuvchilar yoki mijozlarni jalb qilishning organik va pullik usullari bor. U yerga pul kerak, bu yerga esa yo'q. Masalan, ajoyib reels yoki turli virusli videolar orqali auditoriyani jalb qilishning qandaydir usullarini o'ylab topsangiz. Ayniqsa yoshlarga doim aytaman, siz yoshsiz o'z auditoriyangizni, masalan, Instagram, TikTok va boshqa platformalarning asosiy auditoriyasini yaxshiroq tushunasiz. Demak, pul doim kerak emas. Qanday jalb qilamiz? Oddiy so'z bilan aytganda, qayerga borishim, nima qilishim kerak degan savol tug'iladi. Buning bir nechta yo'li bor. Birinchi usul venture fondlari. Ular shunday nomlanadi. Masalan, O'zbekistonda bular Aloka Ventures va Yoshlar Ventures, Universal United Ventures va boshqa ventureslarning o'z angellari, angellar klublari bor. Angels Clubs, C-Space'ning o'z startup markazi, ularning ham angellar klubi, yana qandaydir biznes klublari bor. Oddiy so'zlar bilan tushuntiradigan bo'lsak, angel so'zi qanday tushuniladi? Angel bu shunchaki startup yoki kompaniyaga sarmoya kiritadigan odam. Ya'ni bu yakka shaxs, yakka tartibdagi investor, shundaymi? Ha, yakka tartibdagi investor. Venture fondi esa bir nechta shunday angellar yoki tashkilotlar, kompaniyalarning birlashmasidir. Ko'pincha bu tashkilot birlashadi. Chunki farishtalar birlashsa, bu farishtalar klubi. Bu venture fondi. Ular turli tashkilotlardan mablag' jalb qiladi. Ularda pul hovuzi, ya'ni ma'lum summa bor. Masalan, birida 40. Ular ochiqchasiga aytishadi. Bizda 20 million, bizda 40 million bor. Ha, dollar. O'zbeklarniki O'zbekistonda. Masalan, Unitedning esimda 40 millionlik fondi bor edi. Hozir nazarimda yoshlar ham, masalan, ular uchun startapga $1 million berayapti. Bu endi oddiy. Oldin 100 ming, 50 ming berardi. Hozir 1 million. Menimcha, Aloka Venturesning ham o'rtacha cheki ancha oshib ketdi. Ularga qanday bog'lansa bo'ladi? Ular ochiq, o'zlarining saytlari, Telegram kanallari bor, ya'ni topish oson. Aloka Ventures deb qidirib topib murojaat qilasiz. Lekin eng asosiysi nima? Ya'ni hamma ularga yuzlanishini anglash. Ularga ko'rsatadigan, ularni qiziqtiradigan narsangiz bo'lishi lozim. Qolaversa, O'zbekistonda early stage startups, ya'ni dastlabki bosqichdagi startaplarga yaxshi qarashadi. Ya'ni bu presid bosqichi. Juda erta bosqich uchun presid bor, seed investitsiyasi bor. Seed urug' sarmoya. Keyin A round, B round va hokazo, cheksiz. Dunyoda presid va seedga kamchilik qiziqadi, chunki xavf katta. O'zbekistonda esa bu oqo'y, chunki ular tushunadi. 100 ta startapga tiksak 90 dan ortig'i yopiladi. Ammo muvaffaqiyatga erishadiganlari barcha xarajatlarimizni qoplaydi, chunki ular odatda qandaydir potensial yakkashoqlar bo'ladi. Ularning strategiyasi aynan shunga mo'ljallangan. Mening strategiyam esa boshqacha, ya'ni hammasi joyida bo'lgan paytdagi B va C raundlarga mo'ljallangan. Men bugun o'zimning kichik foizimni olsam ham, uni barqaror ravishda olaman. Bilaman, ularda bari ishlayapti. U yerda gap faqat pul ishlashda. Ahmoqlik qilishmasa bankrot bo'lmayman. Sekin, lekin ishonchli. Bu yerda risklar katta, biroq juda yaxshi pul ishlash mumkin.
Startapchilar birinchi navbatda talab aniq bo'lgan sohalarga kirishlari kerak. Odamlar ko'pincha qiziq narsa o'ylab topishadi, lekin talab yo'q. Ular uchun bu birinchi darajali ehtiyoj emas. Odamning asosiy ehtiyojini qondirish kerak. Transport, oziq-ovqat, havo, uy-joy, ko'chmas mulk. Startaplarda ko'chmas mulk deyarli yo'q. Bu asosiy ehtiyoj. Odamlar doim yo ijaraga oladi, yo sotib oladi, yo sotadi. U yerda katta pullar, u yerda qizil ummon, u yerda o'yinchilar juda ko'p. Zo'r g'oya topsangiz u raqamlashtirish kam bo'lsa. U yerda raqamli narsa kam. O'zbekistonda hozir yangi g'oyalarga ehtiyoj katta bo'lgan top 3 ta sohani ayta olasizmi? Ta'lim, tibbiyot. Xo'sh, uchinchisiga qolgan hammasini birga qo'shsa bo'ladi. Masalan, ko'chmas mulk, moliya texnologiyalari, ya'ni fintech sektori va hokazolar. Ya'ni ta'lim va tibbiyot bular eng katta yo'nalishlarda. U yerda hozirgacha pul ham, imkoniyatlar ham juda ko'p. Ko'pchilik u yerga otlangan. U yerda ishlash kerak, imkoniyatlar ko'p. Yaqinda mana shu intervyuni 23-may kuni yozayapmiz. Yaqindagina IT Parkda TechFest bo'lib o'tdi. Biz ham o'sha yerda edik va mahalliy startapchilar o'z startaplarini taqdim etayotganini, tayyor mahsulotlari-yu kompaniyalarini ko'rsatayotganini ko'rdik. Lekin meni ajablantirgani, investorlar orasida birorta ham mahalliy sarmoyadorni ko'rmadim. Barcha investorlar xorijliklar edi. Nima uchun? Chunki O'zbekiston hozir o'zini shunaqangi zo'r namoyon qila boshladiki, biz tomonga ham nazar tashlay boshlashdi. Ular esa tajribaliroq investorlar, ular uchun 50 ming, 100 ming dollarlik cheklar arzimas pul ekanini tushunishadi. U bilan gaplashganimda bizda cheklar shunaqa deb aytsam, u bo'lishi mumkin emas, hech bo'lmaganda 2-3 million yoki 5, hatto 10 million bo'lishi kerak-ku degandi. Yo'q, bizda bunaqa cheklar juda kam dedim. Ular eng ko'pi bilan 6 xonali. Menimcha, sababi ham shunda. Ular ancha tajribali bo'lib, bu yerda kim parvoz qilib boshlayotganini kuzatib turishadi. Ular o'zlariga oldindan yaxshi foiz qo'yilganini va potensial o'sish bo'lishini o'ylashadi. Chunki u yerda birinchidan allaqachon obrazli aytganda semirib ketgan startapchilar bor. Ular katta cheklar talab qilishadi. Juda kichik foizlar berishadi va yana bir talay shartlar qo'yishadi. Bu yerda och, har narsaga ko'ngan startapchidan yog'li ulush olish mumkin. Menimcha, birinchi sabab shu. Ikkinchidan, bizning startapchilar ham ko'proq xalqaro fondlarga murojaat qiladi yoki o'sha yerdan o'zlarining tanish-bilishlarini topadi. Balki shundandir. Chunki bu yerda yana o'sha gap, raqobat bu yerda ko'p. Shunchaki aytmoqchi, bu xususiy bir holat. Aksariyat mahalliy startaplar mablag'ni aynan shu yerdan oladi. Xorijdan emas. Agar hammangizga bir nazar tashlasangiz ko'rasizki, ko'pchiligi, bu haqda aniq statistika ham bor, mablag'ni o'zimizning turli fondlardan oladi. Bizda yana tanlovlar ham o'tkaziladi. Prezident Stekilworth. U yerda ham katta summalar, masalan, $1 million odamlar olyapti. Shuning uchun ham nazarimda ularning ancha oqilroq ekani, biznikilar esa o'sha yoqqa ko'proq intilishining sababi ularda turli investorlarning borligidir. Men ularni aqlli va ahmoq deb atayman. Smart money va stupid money. Smart money bu investor puldan tashqari aloqalar, tajriba maslahatchilar bilan yordam beradigan, mentorlar topib beradigan holat. Aynan shunday investorlarni jalb qilish maqsadga muvofiq. Men kabi aralashmaydiganlar ham bor. Bu ham qiziq, chunki ishingizga hech kim xalaqit bermaydi. Shunday pul tikaman, pulni beraman va unutaman. Agar daromad bo'lmasa, keyin so'rayman. Aralashmam. Hatto hujjatlarda ham biror qaror qabul qilish huquqiga ega ekanligimni yozmayman. Bu menga umuman qiziq emas. Men hech qachon majoritar ulush olmayman. Men doim minoritar, ya'ni kichik ulush olaman. Chunki menga pul ishlash muhim, xohlamayman. Aralashishga, yordamlashishga vaqtim yo'q. To'g'ri, men o'z tanish-bilishlarim, mashhurligim bilan ozroq yordam beraman. Yana startapchiga bog'liq. Nima uchun ko'pincha chet elliklarni jalb qilishga harakat qilishadi? Chunki ular keyingi, ya'ni dunyo eshiklarini ochib beradi. Axir bugungi kunda IT yana nimasi bilan zo'r? Uning chegarasi yo'q. Ya'ni agar siz biror sohada biznes yoki startap qilsangiz, u odatda ma'lum bir joyga bog'liq bo'ladi. IT bunga bog'liq emas asosan. Bu yo ilova, yo sayt, yo dastur yoki o'yin. Buni kengaytirish oson, istalgan tilga tarjima qilib, o'sha davlatdasiz. Ya'ni umuman cheklov yo'q. Shu bois ularning bu yerda ham xorijda ham mablag'lari bo'lishi yaxshi, chunki xorijdagilar ularga o'zlari faoliyat yuritadigan bozorlarga kirishga yordam berishi mumkin. Avvalo albatta Amerika bozori, ag'a ish.
bitta Instagram videoda siz o'zingiz aytgansiz, то что bitta apparat, mining apparat taxminan $200 sof foyda olib keladi oyiga. Shunaqa. Hozir nechta apparatingiz bor? Bizda hozircha juda ham kam. Biz ruxsatnoma olishda 5 ta eng zamonaviy qurilmalar bilan topshirganmiz. Chunki bizda ham risk bor edi. Ololmaymiz deb qo'rqgandik. Shuning uchun kamroq qurilmalar bilan topshirganmiz. Olgandan keyin mana endi ko'paytirish jarayonidamiz hozir. Faqatgina hozir aytayotgandek eng zamonaviy gidrolardan 5 ta оборудование qo'yganmiz boshida. Men bilishim bo'yicha bitta apparat o'rtacha $2,500. Biz olgan shunday atrofda, shunaqa. Bu apparatni o'zi, buni ham olib kelish bor, boshqa bor. Endi u ham aytib o'tganimdek apparatni qanchalik kuchli yoki kuchsizligiga qarab. Misol uchun siz telefon, smartfon $100 yoki $200 turadi deb ayta olmaysiz. Smartfonda ham masalan $100 ham smartfon bor, $1000 ham smartfon bor. Har xil turlari bor smartfonda ham, masalan iPhone, Apple va hokazo. Shuna kelib chiqib aytadigan bo'lsak, uni ham ASIC оборудованияларni $1000 ham olsangiz bo'ladi. 1,5 ming, 2 ming, 10 ming, 12 minggacha turlari bor uni. Bu kripto firmani siz sherigingiz bilan ochgansiz va bitta o'sha Instagramda ko'rdim, menimcha sherigingiz aytgan. То что o'sha apparat olib kelish bilan, tam rastamoshka boshqalar bilan taxminan 5000 ga tushadi. Shunaqami? Endi shunaqa bo'lishi mumkin. Agar siz yaxshi zamonaviy оборудование olib kelsangiz, shunaqa 5000 atrofida tushadi taxminan. Endi lekin yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Оборудование, o'sha именно qurilmalarni, ASIC qurilmalarni narxi ham Bitcoin narxiga bog'liq. Ya'ni agar Bitcoin narxi oshsa, qurilmalar narxi ham oshadi. Lekin agar Bitcoin narxi tushsa, qurilma narxi ham 50% gacha tushib ketishi mumkin. Misol uchun mana o'sha $5000 deb turgan qurilmangiz, deylik $100,000 Bitcoin bo'lib turgan payt 5000 turishi mumkin. Deylik mana hozir $60,000 ga tushganda Bitcoin, o'sha qurilmaning narxi $2000 ga tushib qolishi. O'sha qurilma, lekin Bitcoin narxiga juda ham bog'liq. Tushunarli. Undan tashqari ham quyosh panellarini ham qo'yish kerak. Quyosh paneli endi bilishim bo'yicha arzon emas, ham qimmat ham emas. Taxminan bitta panel qancha turadi hozirgi payt? Uni kilovatiga hisoblab berishadi. Misol uchun kimgadir buyurtma berasiz. Ya'ni buni ham mo'shnosti bor. Har xil mo'shnosti bor. Kilovatga hisoblanadi. Har bir panel sotilmaydi-da. Panellari $60-70 turishi mumkin. Lekin umuman siz topshirayotgan paytingiz u quyosh panellarini nima deydi, kuchiga qarab kilovatga hisoblab beriladi. 1 kilovat o'rtacha O'zbekistonda $300 atrofida o'rnatib berishadi. Misol uchun siz 10 kilovatli quyosh panellari o'rnatmoqchi bo'lsangiz, $300 dan soответственно $3000 bo'ladi. Endi prosta tushunish uchun bitta apparat qancha elektrichество ishlatadi? Bitta qurilma, mana bizlardagi bitta qurilma 5,5 kilovat oyiga, soatiga. Soatiga. Juda ham ko'p tok ishlatadi. Aytib o'tgandek, u juda ham kuchli kompyuter va juda ham qiyin matematik kitoblarni olib boradi u qurilmalar. Va shu orqali u Bitcoin ham ishlab chiqaradi va tranzaksiyalarni o'tkazishga yordam beradi. Lekin sizning firmangiz faqat quyosh panellari orqali ishlaydi. Hozircha shunday. Hozircha shunday. Tushunarli. Endi taxminan hozir shu paytgacha ham qancha rasxod qilingan apparat, quyosh panel va boshqa? Taxminan. Taxminan balki $100,000 atrofida bo'lishi mumkin. $100,000 atrofida. Tushunarli. Bu ham yer sotib olish kerak. Hammasi. Lekin yana bir narsa, undagi daromad, foyda juda ham ko'p faktorlarga bog'liq. Misol uchun, birinchisi albatta Bitcoin narxi. Bu juda ham volatil, ya'ni narx doim o'ynab turadi. Shuning uchun daromadingiz stabil emas. Bu bir. Ikkinchidan Bitcoinni qazib olish qiyinchiligi, difficulty degan narsa bor. Shunaqa metrika bor. Qanchalik ko'p odamlar mining qilishga qo'shilsa, Bitcoin ishlab chiqarish sizga shunchalik qiyin bo'laveradi. Tasavvur qilish uchun deylik
bitcoin ishlab chiqarish xuddi bir nima deydi, sifrovoy raqamli oltin qazib chiqarish bilan solishtiraylik. Tasavvur qilaylik, bitcoin qazib chiqarish raqamli oltin ishlab chiqarishga teng. Va uni qazib chiqarish joyi bitta joy. Qanchalar ko'p odam unga qazib chiqarishga qo'shilsa, sizga shunchalar qiyin bo'ladi. Buni ham inobatga olish kerak. Agar qanchalik odam bu sohadan chiqib ketsa, mining sohasidan, kripto mining sohasidan, shunchalar sizga mining qilish oson bo'ladi. Bunga ham juda ham bog'liq. Va aytib o'tganimda yana ham elektr energiya narxi, qurilmangizni turi, umuman olganda bir 6-7 ta faktorga bog'liq. Yana bitta narsa, ba'zi bir odamlar aytishi mumkin, to что mining bu harom pul. Bu qanchalik to'g'ri? Men unaqa deb o'ylayman. Chunki bu IT xizmatlar eksporti deb men nima deydi? O'ylayman bu sohani. Biz nima qilyapmiz? Biz qurilma keltiryapmiz va qurilmalarimiz o'sha bitcoinni ishlash uchun xizmat qilib beryapti. Va xizmat qilgani uchun biz pul olyapmiz. Biz havodan pul qilmayapmiz. Foizda pul ishlamayapmiz. Biz o'zimizning qurilmalarimiz bilan xizmat ko'rsatyapmiz bitcoin ishlash uchun va shuning uchun xizmat ko'rsatganimizga yarasha daromad olyapmiz. Va bu umuman harom deb o'ylayman. Keyin yana bitta narsa aytgancha, bitta o'sha Instagram videoda ko'rdim, menimcha sherigiz olgan videoda kimdir kommentariy yozgan. Tipa aka qachon borib ko'ramiz fermani? Sherigiz atvet yozganlar, to что joyiga odam olib borib ko'rsatmaymiz. Nimaga? Birinchidan xavfsizlik. Bu territoriya odamlar yashaydigan aholi turar joydan 15-20 km uzoqda joylashgan. Birinchidan xavfsizlik, masalan, hamma ham yaxshi niyatda bormasligi mumkin. Bu bir. Ikkinchidan, misol uchun, mayli, xavfsizlikdan tashqari biz masalan bekordan bekorga o'rgatish niyatimiz yo'q. Prosta tak o'rgatish niyatimiz yo'q. Chunki biz mana 1 yil davomida qiynaldikmi? Kimdir shu bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, biz o'zimizning qanaqadir qiziqishlarimiz bor bu sohada. Bu ikkinchisi, eng asosiy ikkita sabab shu. Lekin katta investorlar kelyapti. Biz ularga borib ko'rsatyapmiz. Misol uchun, to'g'ri kelgan odamga emasda, institutsional katta investor kelyapti. Borib ko'raylik, ishlash qanaqa, nima bo'lyapti? Borib ko'rsatyapmiz. Lekin bu sohaga mana bizning Instagram nimamizni faolligini qaraydigan bo'lsak, kompaniyamizning Instagram stranitsasini juda ham ko'p odam qiziqyapti. Men bunchalik deb o'ylamagandim, to'g'risi. Hech qanaqa target, hech qanaqa reklamasiz biz 6000 ta подписчик, o'sha kuzatuvchi, obunachi yig'ishga erishdik. Va tasavvur qiling, yuzlab odamlar sizdan so'rayapti borib ko'rishni. Endi biz hammaga ham qila olmaymiz. Balki cheklangan 10 ta, 20 ta kishi o'sha puli bor, masalan, realniy qiziqib bir investor bo'lishi mumkin yoki qanaqadir bizning sherigimiz bo'lishi mumkin. Bularga bunday. O'sha fermani har doim kimdir o'tiradimi? Da. Ishchi bor. Da. Bitta. Da. Misol uchun bu bilishim bo'yicha apparatlarni nastroyka qilish kerak. Shunaqa. Bu ham alohida ofis bor. O'sha konteynerning ichida joylashgan. Konteyner ichida. Okey, tushunarli. O'sha investorlar haqida yaqinda xitoylik investorlar kelishgan. Bitta odam kommentariy yozgan, menda ham shunaqa savol tug'ilgan o'sha videoni ko'rganimda. Nimaga o'sha xitoylik investorlar, xitoylik misol uchun puli bor odamlar o'zini yurtida qilmaydi-da bu narsani. O'zbekistonga kelib investitsiya qilmoqchi bo'ladi. Chunki kripto mining bilan shug'ullanish Xitoyda taqiqlangan. U yerda taqiqlangan sababli ular boshqa lokatsiyalarni qidirishyapti. Shuning uchun ular bizga juda ham mana hozir xitoylik investorlar juda ham faol O'zbekistonda. Shuni inobatga oladigan bo'lsak, ular juda ham qiziqishyapti bu sohaga. Faqat bitta muammo, ular uchun biz juda ham kichik kompaniyamiz. Ular kelganda bizlar bilan 30 ming, 40 mingta uskunalar birdaniga o'rnatish uchun sharoit qilib berishimizni so'rashyapti. Bizda unaqa quvvatlar hali yo'q, afsuski. Balki bu darajaga bizlar 3 yil, 4 yildan keyin kelarmiz. Lekin afsuski hozir unaqa quvvatlar yo'q. Men tushunishim bo'yicha investor topish uchun
investitsiya olish uchun уже sizda qanaqadir produkt bo'lishi kerak. Ya'ni nimadir ko'rsatish kerak. To, что mana produktimiz bor, programmamiz bor, ishlayapti, pul olib kelyapti, просто bizga yana ham investitsiya kerak, чтобы kattaroq qilish uchun kompaniyamizni. Masshtablashtirish. O'sha investitsiya olishdan oldin siz baribir o'zingizni pulingizni как бы tikasiz. Da. O'shanga. O'sha qancha pul ketgan polniy? Endi bu yerda qarang, hozir pul deganda resurs sifatida gapiryapmiz-da. Pul bu bitta resurs, vaqt bitta resurs, komanda bu bitta resurs, energiya bu bitta resurs. Bizda pul ekvivalent emas, ko'proq komanda ekvivalent resurs tikilgan. Vaqt sifatida ko'proq pul tikilgan desak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni vaqt va komanda. Komanda pulsiz ishlay oladimi? Ishlay oladi. Bu komandangiz hamma tanishlarmi? Yo'q, hozirgi holatdagi komanda bu уже pul bo'lgandan keyin komanda shakllangan. Lekin sheriklar, men bitta o'zim emasman-ku, anaqa основатель. Yana ikkita основатель. Yana ikkita основателim bor, to'ppa-to'g'ri. Programmist bittasi zapravkalarni egasi ham network katta odam. Ya'ni network ham bitta resurs, точнее. Mana bu yerda hozir pul kerak bo'lganmi? Pul kerak emas. Boshlash uchun, ish boshlab, bozorga kirish uchun ko'plar startaplar hozir o'ylaydiki, birinchi maqsadi bu pul ko'tarish degan narsa bo'ladi har doim. Albatta. Hozirgi anaqa startaplarni, chunki PR shunaqa bo'lib ketib qoldi hozirgi holatda bozorda. Ya'ni investitsiya oling degan zo'r PR bo'lib ketib qoldi. Qaysi tomondandir bu yaxshi, plus chunki bu bozorni o'stiradi, shakllantiradi, точнее. Shakllanayotgan bozorda har doim kasaklar ham bo'ladi. Bu bor narsa. Bor narsa. Lekin masalan menda pulim yo'q, lekin g'oyam bor, komandam bor. Yetadi shu narsa. Nimadir narsani realizovat qilib sotish uchun. Основатель o'zida men o'zim sotuvchiman. Sotuvchilik qobiliyati bo'lishi shart. Xuddiki futbol o'ynayotganda butsi bilan yurish shart bo'lgandek, основательda ham sotish qobiliyati bo'lishi shart. Как minimum o'zingiz komandangizga g'oyani sotishingiz kerak. Ну, mana bunaqa narsada, mana sizlar 3 ta odamsizlar. Bittasi aytdingiz programmist, ikkinchisi o'zini zapravkasi bor va tanish bilish bor. Sizda esa как бы skill bor, communication skill, gaplasha olasiz, odamga misol uchun sotib bera olasiz qanaqadir produktni, to'g'rimi? Odam bitta o'zi bo'lsa-chi, tanish bilish bo'lmasa-chi? Endi yaratish kerak shu narsani. Endi misol uchun biz ham bunaqa narsaga darajaga erishishimiz uchun qaysidir tashkilotlarda ishlaganmiz. Diyor degan nomga erishish uchun-da. Diyor sotuvchi degan nomga erishish uchun meni co-founderim Alisher aka, ular ham 35 dan oshgan odam уже. Ya'ni ular ham oldin soliqda banklarda ishlagan. Shu Alisher degan programmistga erishish uchun u ham ishlagan. Mana Oybek aka, ular ham co-founderimiz, ular ham 35 dan oshgan odam. Zapravkada Oybek degan nomga erishish uchun ham ishlagan. Davlat ishxonasida ishlagan oldin, ya'ni qat'idir ishlash kerak хотя бы 2-3 yil deylik. Tajriba orttirib, muammoni ko'rib, o'sha tajriba muammoni yaxshilab tushunib, ekspertiza bo'lish shart deb o'ylayman. Bo'lmasa hech narsa qilmaydi, bo'lmasa agar. Lekin faqat shu narsani tushunish kerakki, startapper o'sha ekspertizam yo'q. Men 2-3 yil vaqt sarflayman ekspertiza olishimga, mana startapim orqali. Ekspertiza ya'ni bilim olish. Bilim, tajriba, ko'nikma, shunaqa narsalarda. Bilim, tajriba, ko'nikmalar bo'lish kerak. Sizlar qayerda tanishgansizlar? Alisher aka, men o'zi qo'llarda ishlaganman paytida, Tushop kompaniyasida, o'sha hozirgi co-founderning texnik direktori, ular direktor bo'lganlar ham programmist bo'lganlar. Oybek aka bilan o'sha biznes klublarda yurib tanishganmiz. Ya'ni hozirgi sherigimmi. Shunaqa uchalamiz tanishib qolganmiz bir-birimizga. Ya'ni Oybek aka aytganlar, mana shu zapravkaga sistema kerak, yasab berishimiz kerak. Bu yoqda men Alisher akani chaqirganman. Endi u payt ularda ishlamayotgandim ham. Programma tuzaylik deb ularga. Shunaqa qilib boshlanib ketib qolgan. Maqsad bo'lmagan, qanaqadir zo'r biznes qilib tashlaymiz, unaqa qilib tashlaymiz degan narsa bo'lmagan. Просто muammo, zapravka egasi muammoni aytgan, yechim qilganmiz. Shuni atrofida sekin решениyalar kelavergan o'zi. Mana bunaqa savol tug'ilishi mumkin-da. Misol uchun deylik, men qanaqadir kichkina shaharda yashayman. Menda tanish bilish yo'q. Pul yo'q. Lekin g'oya bor
ideya bor, nimadir qilmoqchiman, qanaqadir katta produkt yaratmoqchiman, katta programma. Menda shans yo'qmi yaratishga? Shans 100% bor aka. Ayniqsa hozir shans 100% bor. Aytaylik, MVP qilib olish uchun bemalol $20 ga zo'r programmist olsa bo'ladi ishga. $20? Oyiga подписка to'lab, Cloud AIga Kismet yoki 20 mida farqi yo'q. Necha pul bo'lishidan qat'iy nazar qilsa bo'ladi bu narsani. Cloud AIda men o'zim ko'rganman bir nechta startaplarni o'zligi razrabotka qilayotganida. Endi meni komandam ham o'sha Cloudni o'shani ishlatishadi. No MVP qilgunga qadar qilsa bo'ladi bu narsani demoqchiman. Hech qanaqa sheriksiz. Oldin investorlar solo founder bo'lsa qaramasdi, ya'ni bitta o'zi основатель bo'lsa-da, komandada bitta o'zi bo'lsa. Hozir bo'lsa, o'zgaryapti. AIlar kirib kelganligi uchun, sun'iy intellekt kirib kelganligi uchun o'sha yakka tadbirkor deydimi, nima deydi bunaqani? Bitta o'zi ishlayotgan odamni ham qarashyapti investorlar. Bizning ham komandamizda ko'rasiz, unaqa ko'p odam emas. Pulimiz bor, boshqamiz bor, lekin 7 dan ko'p emas komandamizda unaqa odamlar. Aytgancha siz bilan tanishganimizda aytdingiz to, что siz o'zi elektrikka o'qigansiz. Elektr energiya. Elektr energiya. Qanaqa bo'lgan, keyin qanaqa qilib kirib keldingiz mana shu startap sohasiga? Men o'zim Toshkent texnika davlat universitetida o'qiganman. Teploenergetik stansiyalar bo'yicha. Men hozir elektrik emas-u, anaqalarda ishlashim kerak. Elektr stansiya vырабатывать qiladigan korxonalarda, TEC, gaz deyiladi yoki atom elektrostansiyalar deyiladi. Shunaqa joylarda ishlashim kerak, lekin bu sohada ishlab ketmaganman. Chunki endi har bitta o'zbek oilasiga kabi menda ham shunaqa miyamda qo'yilgan otangning ishini davom ettirasan degan narsa. Odamlar o'zi shu energetika sohasida ishlaganlar, neft gaz inspeksiyasida, men ham shu sohada ketishim kerak edi. Hattoki Ministerstvo energetikada ham ishlab ko'rganman bir oy. Tushunganman bu meniki emas. Davlat ishxonasi meniki emas, davlatga boshqa tomonlama yordam berganim yaxshiroq ekan degan o'y kelgan. Shunaqasiga korxona talabalik paytim o'zidayoq nimadir innovatsiyalar qilgim kelardi. Birinchidan bu muammo qanaqa bo'lgan? Kursdoshlarim talabalar o'qish xohlaydi, lekin kutubxonaga dostуп kamroq har doim. Kirib borishi vaqt yetmasdi, chunki binoni nima edi, universitet o'zi juda ham katta edi. U binodan bu binoga borguniz uchun 15 minut vaqt ketib qoladi. O'zi perimeni 10 minutda. Kutubxonaga borish вообще u ikkinchi darajali narsa bo'lib qolgan. O'sha yerda shunaqa ideya kelganki, men nima edi, kursdoshlarimizga qanaqa yechim qilamiz deb QR stendlar qo'yganmiz. Ya'ni kitob, QR kodi bo'lardi. QR kod skanner qilganda kitobni yuklab olib o'qib keturardi. Shunaqa qilib o'sha kutubxonani avtomatlashtirishga kirib ketib qolganmiz. Prezidentga ham даже ko'rsatganmiz bu proyektni. RFID texnologiyalar asosida kutubxonalarni полный avtomatlashtirish kirishganmiz. Shunaqa qilib, shunaqa IT ga qiziqib, sotuvchilikka qiziqib, men ITda ish faoliyatimizdan boshlaganmiz. Siz mana boya aytdingiz, ministerstvoda ham ishlagansiz. Energetika, lekin yoqmadi. Nimaga? Endi hammani anaqasi xamiri o'ziga yarasha tuzilgan-ku. Men bitta joyda o'tirib ishlaydigan bola emasman-da. Nimadir narsa postoyanno qilib turish kerak. Nimadir jamiyatga, atrofdagi odamlarga, mijozga ayniqsa foyda keltirib turish kerak. Men o'zimni foyda bera olaman deb o'ylamaganman energetika vazirligida. Endi yomon deyotganim yo'q, davlat ishxonalari. Qaytangi men o'zim odam, onamlar ishlashgan 45 yildan beri ishlab kelayotgan odamlar, men ularni прекрасно bilaman, qanchalik katta mehnat qilganligini. Juda katta mehnat qilishgan. No, meni qo'limdan kelmagan bu narsa deylik. Meni qo'limdan keladigan narsa shu odamlarga boshqacha tomondan foyda keltirish degan narsa tushunganman-da. Shu. Bu asosiy ish shu. Bu oyiga misol uchun taxminan bilaman to, что nestabilniy, har doim har xil, lekin oyiga taxminan qancha olib kelishi mumkin? Bu startap bu yoqdacha qancha pul keltiradi degan narsa bo'lmaydi bu yoqda hech qachon. Bu yoqda qanchaga ishirtira oldingiz degan narsa bo'ladi har doim.
Ya'ni tuxum biznesi bor, tovuq biznesi borda. Tuxum bu har kuni tuxum qo'yadi, tug'adi, keyin 6 oydan keyin u tovuq hech narsaga godin bo'lmaydi ujida. Tushunarli? Да. Tovuq biznesi bo'lsa, tovuqni yaxshilab ishlattirasiz, keyin bitta so'yib go'sht qilib sotib olasiz. Biz tuxum biznesi bilan emas, tovuq biznesi bilan shug'ullanamiz-da hozir. Har oy foyda keltiryaptimi? Yo'q, keltirmayapti. O'zini xatib oqlayaptimi? Oqlayapti. Masshtabирование bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti. Ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston bozorlariga chiqyapmiz, yanada kengayapti, marketing ko'proq pul tikyapmiz. Har xil narsa o'zini pulini o'ziga tikyapmiz polностью. Tuxum beryaptimi, bermayapti, lekin semiryaptimi? Ha, semiryapti. Aloqa venture bir kirgan paytda 1 million edi, bu dekabr oyida, hozir 2,5 million. Ya'ni necha oy o'tyapti? 6 oymi? 6 oyda 2,5 million. Tasavvur qiling, siz pul tikib turib, 2-6 oyda 2,5 baravar pul ishirib ketyapti bittada. Founderda, ya'ni основательda tushunchasi bo'lishi kerak. Bugun, ya'ni mana shu oy oxirida 10 ming topganim yaxshiroqmi yoki 3 yildan keyin, 4 yildan keyin 5 million dollarga, 10 million dollarga yoki balkim 100 million dollarga sotib olganim yaxshiroqmi degan savolga javob olish kerak miyasida har doim. Mana shu korxonadan pul olib ketayotgan paytida, mashina olaman deb ketadi qaysidir startaplar bor, misol uchun. Foyda keldida, olib mashina olib ketaman deb korxonadan pul olyapti-da, miyasiga tasavvur qilsin shu narsani. Bugun olib ketyapti, lekin ertaga shu 10 millionga sota oladimi degan savolda. Bugun sabr qilib turib, o'sha 4 yildan keyin yoki 5 yildan keyin yana ishirtirib sotib olgan yaxshiroq emasmi degan tarozga qo'ysin-da. ikki ming yigirma ikkinchi yildan boshlab O'zbekistonga Rossiya, Ukraina, Belarusdan juda ko'p aytchilar keldi. Sizningcha? Va ular ancha tajribali aytchilar. Shu sababli mahalliy kadrlar soyada qolib ketyapti deb o'ylaysizmi? Haqiqatan ham boshda shunday bo'ldi. Biznikilar ulardan kam emasmiz. Nega relakantlarga shuncha katta pul to'laysiz deb nolishdi. Ularga rostdan ko'p to'lashardi. Afsuski hozir vaziyat butunlay boshqacha, juda ko'p odamlar mamlakatdan chiqib ketdi. Menimcha bu yomon, chunki ular tajriba olib kelishdi. Uni o'zimiznikilarga o'rgatishga ulgurishlari uchun uzoqroq saqlash kerak. Lekin bizda bunaqa darajadagi mutaxassislar shundoq ham kam edi. Biznikilar ham olomon bilan ketdi. Rossiya yoki Qozog'istonga, Yevropa yoki AQShga. Eng aqllari u yerga intiladi, chunki pul eng ko'p. Rostini aytsam, kelganlardan xursand bo'ldim. Ular ko'p bilim va tajriba keltirib, ochiq ulashishdi. Bizning ishga yollagan tadbirkorlarimizning vazifasi ham aynan shundan iborat edi. Ular bu yerda bir umr qolmasligi aniq edi. Ba'zilarga juda yoqadi. Ko'p muloqot qilaman. O'zbekistonni yoqtiradiganlar bor. Ular buni ikkinchi uyim, vatanim bo'ldi deyishadi. Nazarimda jamoangizda ham relokantlar bor. Ha, bizda O'zbekistonni chin dildan yaxshi ko'radiganlar bor. Masalan, Women in Tech Uzbekistan rahbari Anya Abrazevich. U shuningdek Women in Tech global tashkilotining yoshlar bo'yicha rahbari hamdir. Yoshlar siyosati uning ishi. U O'zbekistonni sevadi, yurtimiz uchun ko'p ish qiladi. Mana shunday ajoyib relokantlar kelyapti. Lekin ko'pchilik ketib qolgan, ularga balki iqlim, balki madaniyat yoki yana boshqa narsalar yoqmagandir. Odamlar har xil, hech kimni ayblab bo'lmaydi. Lekin biznikilar boshdan olib yurishdi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Birinchidan, ular o'rgatganlari chiqib yanada zo'r bo'ldi. O'zimizning zo'rlar yoki menga o'xshab qaytib kelganlar ham ancha xaridorgir bo'lib qoldi, chunki ish o'rinlari ko'paydi. Ya'ni hozir vaziyat ancha o'nglandi. Baribir kim zo'rligini bozor hal qiladi. Siz tadbirkor sifatida yollaysiz, uning qayerdanligi, kimligi muhim emas. Biznesingizga nima berishi muhim, to'g'rimi? Qarang, 10 baravar qimmat bo'lsa ham 2 marta arzondan 100 baravar ko'p foyda bersa, o'shani tanlaysiz. Yoki aksincha, tejaganim ma'qul, 5 kishi olaman, shu pulga aniq ko'proq ish qilishadi. Menda ham hozir shunga o'xshash holat. Ancha arzon turadigan yoshlarni sinovdan o'tkazishni boshlayapman. Chunki ular birinchidan, juniorlar ikkinchidan odatda o'qishadi. Ya'ni men ularni hatto to'liq stavkaga ham ola olmayman, faqat yarim stavkaga. Lekin menimcha ular birgalikda seniorlarga qaraganda ko'proq natija berishadi. Hozir mana shu nazariyani sinab ko'raman, o'ylaymanki, u ish beradi. Siz aytgan mana bu fikrga kelsak, tadbirkor qayerdan bo'lishidan qat'i nazar, natija keltiradigan tajribali odamni ishga oladi. Shu sababli mahalliy kadrlarning rivojlanishi to'xtab qolgan deb hisoblamaysizmi? Yo'q, mutlaqo. Aksincha, bu odamlarga vazifa sifatida o'z jamoalarini o'qitishni ham topshirish kerak.
Hatto bundan ham yaxshisi, ular bir vaqtning o'zida bir nechta odamni o'qitib, rivojlantirib, o'z darajasiga yoki hech bo'lmaganda biror jiddiy darajaga olib chiqadi. Lekin men bir narsaga ishonaman. Birinchidan, har doim aqlni ishlatish kerak. Hissiyotga berilib, faqat o'zinikilarni qo'llasa, natija darhol yomonlashadi. Sovuqqonlik bilan ish tutganda esa natija doim kutilgandek bo'ladi. Shu sababli ham men biz qandaydir chetdan kelganlarni ishga olamiz u o'zimiznikilar qiynaladi degan nazariyaga ishonmayman. O'zimiznikilar. Agar qiynalayotgan bo'lsang, ko'proq rivojlan, demak, 10 barobar ko'proq rivojlan, o'shanga munosib bo'l. Bugun hammada rivojlanish imkoniyati bir xil. YouTube bor, mana bu ChatGPT va boshqalar bor. Hamma uchun imkoniyat bir xil. Har kimning cho'ntagida PhD darajasidagi yordamchi bor. Rivojlanish kerak. Hozir kichik shahardaman, imkoniyatim kam deyishga umuman ishonmayman. Men o'zim kichik shahardanman, Qarshidanman va bir muncha yutuqlarga erishdim. Shuning uchun rivojlanish kerak. Yuqorida aytganimizdek, siz 17 yil shtatlarda yashagansiz va intervyulardan birida sizdan nima uchun qaytib kelganingizni so'rashganda, siz noaniq iqtibos keltiradigan bo'lsak, vatanga o'zim qaytishga va bu yerda aytish sohasini rivojlantirishga qaror qildim, deb aytgansiz. Bunday emas, shunchaki yordam berish. IT sohasini rivojlantirishga yordam berish. Chet elda ishlaydigan o'zbekistonlik aytchilarimiz juda ko'p. Ular ham shunday fikrlamaslik mumkin deb o'ylaysizmi? Albatta, bu normal holat. Har kimning o'z taqdiri bor. Hech kim biror narsa qilishga majbur emas. Qaysidir vaqt men ham shunday rohatlanib yashadim. Hayotdan zavq oldim. O'z yo'nalishlarimda ishlab, rivojlanib bordim. Bu tabiiy holat. Qolaversa, men ularning safiga ancha yoshim o'tib qo'shildim. Ular bo'lsa hozir asosan yoshlar. Shuning uchun ularga nimadir berishga hali erta. Qolaversinlar, rivojlanaversinlar. U yerda umrbod qolishsa ham hech qisi yo'q. Sud qilmang, sudlanmaysiz, har kimga o'ziki. Lekin ularning orasida vatanimni sog'inyapman, qaytib borishga yordam berishni xohlayman. Umuman, yordam berish zo'r bo'lardi-da, deydiganlari ham uchrab turadi. Shunaqalari ham bo'ladi. Ba'zan qaytganlarni uchrataman. Tanilganim uchun ko'p yozishadi. Ko'proq so'rashadi, aniq qaytaman deyishmaydi. Bu ham to'g'ri. Oila bilan qaytish katta qaror, uni shoshib qabul qilib bo'lmaydi. Avval yaxshilab surishtirgan ma'qul. Ular mendan so'rashadi. Men esa ularga O'zbekistonda nima yaxshi-yu, nima yomonliklarini aytib beraman. Shundan keyin ular bir qarorga kelishadi. Qaytganlar ham bor. Bir do'stim bor. Juda zo'r yurist, o'zining agentligi, yuridik amaliyoti bor. U O'zbekistonga qaytib kelgan, shu yerda yashaydi. Yaqinda aniqroq Rossiyadan bir qiz menga yozdi. O'zi shu yerlik, u ham Rossiyada yashab ishlagan ekan. Endi u ham qaytmoqchi. U ham O'zbekistondagi imkoniyatlarni so'radi. Juda zo'r. Men uning rezyumesini chatga tashladim. Bizning rekruterlar, ya'ni IT rekruterlarining yopiq chati bor. U yerda 80 kishiga yaqin zo'r mutaxassis yig'ilgan. Bu ham o'ziga xos bir hamjamiyat. Biz u yerga har xil zo'r nomzodlarning rezyumelarini tashlab turardik. Hatto o'sha yerda ham bitta qiz, zo'r rekruter javob yozib, Telegramini menga yuboring, gaplashmoqchiman dedi. Qayerda tug'ilganing emas, nima uchun tug'ilganing muhimroq degan gapga qanday qaraysiz? Zo'r, yaxshi aytilgan. Chunki ba'zida bilasizmi, ko'p odamlarda shunaqa tuyg'u bo'ladi. Ingliz tilida you don't belong deydi-ku, ya'ni o'zingiz yashayotgan joyga, madaniyatga yoki jamiyatga tegishli emasmizdek his qilasiz. Ba'zi kompaniyalarda shunday bo'lgan. Rekordim bitta kompaniyada atigi 3 hafta ishlaganim. Darrov bo'shab ketganman. Chunki uyga kelib xotinimga bu yer men uchun emas dedim. Aniki meniki emas ekan bu joy. Bari xato menga emas. Fikrlash boshqacha, madaniyat zaharli. Hammasi yomon. Tabiiyki uzoq qolmadim, muhit itarib chiqardi va o'zim shu yo'lga o'tdim. Bunday vaziyatda haqiqatan ham dunyodagi ura vatanparvarlikka ishonmayman. Bu safsata. Barchamiz insonmiz. Biz shu qadar mitti, kichkina bir sayyorada yashaymizki, agar koinot miqyosida qaraydigan bo'lsak, u haqiqatan ham arzimas bir dog'dek gap. Shu holimizda ham o'zaro nimadir talashib tortishamiz. Hammamiz insonmiz, bir-birimizga yordam beraylik. Qayerda, kim bilan kimga yordam berishingiz bu ikkinchi masala. Yomonlashtirmay yaxshilash. Ha, yaxshilash. Bu juda ham oddiy usul. Foyda berish ziyon emas. Ya'ni olishdan ko'proq berish. Menda ham shunday usul bor. Mana shu ikki yondashuv qayerda yashashingizdan qat'iy nazar baxtli bo'lishingizga yordam beradi. Shunchaki chet elda, begona yurtlarda yashaganingizda moslashish qiyin kechadi, chunki madaniyat baribir boshqacha bo'ladi. Masalan, bolaligida boshqa kino yoki multfilm ko'rgan, o'z hazillari bor.
tengdosh bo'lsangiz ham tushunmaysiz. Yoki deylik ular boshqa musiqa eshitadi yoxud ularning qadriyatlari butunlay o'zgacha. Yoki masalan G'arbda individualizm kuchliroq, inson huquqlari, uning himoyasi va hokazo, Sharqda esa jamoaviylik. Jamoaviylik ham yaxshi, bir-biring bilan bo'lishasan, bir-biringga yordam berasan, u yoqda esa menga teginma. O'zing uchun o'zing javob berasan degan gap. Lekin bu ham yaxshi, bizdagidek hech kim aralashmaydi, mahalla qo'mitasi taqillatib bezovta qilmaydi. Bozorda bir yigit qulog'im tagida baqirayotganini sezmay, do'stiga qichqiryapti. U tushunmayapti, u bilan gaplashyapti. Ya'ni unda individualizm tushunchasi umuman yo'q, mutlaqo nol, atrofiyaga uchragan, unda kollektivizm bor. Ya'ni u meni tizim qismi shunday baland eshitishim kerak deb o'ylaydi. X7dagi kabi X'da ham plyus va minuslar bor. Ijobiy tomonlari ham, salbiy tomonlari ham bor, lekin har doim jamiyatga qanchalik foydali ekaningdan kelib chiqish kerak. Shundagina baxtli bo'lasan. So'nggi 3-4 yil ichida O'zbekistonda IT sohasi faol rivojlanayotgani, startaplar, ITchilar va boshqa shu kabilarga rivojlanish uchun sharoitlar yaratilayotganini doim eshityapmiz va bu juda yaxshi. Men bundan juda xursandman. Ammo nega hozirgacha ko'plab iqtidorli dasturchilar, ITchilar va boshqalar G'arbga ketishga intilishadi? Javob juda oddiy va ayon, chunki ular o'sha yerda xuddi shu ishni, xuddi shu startapni qilib yoki hatto karyerada ham ko'proq pul topishadi. To'g'ri, biz u yerda juda tez sur'atlar bilan rivojlanyapmiz, bu haqiqat, men buni qo'llab-quvvatlayman. Men doim haqiqatni aytishga harakat qilaman, chunki men vazirliklarga, IT parklarga, bu tashkilotlarning barchasiga va davlatga qaram emasman. Mustaqillikni saqlashga intilaman, shuning uchun tashkilotimiz mutlaqo mustaqil. Hech kim bizga hech narsa qila olmaydi. Biz asosan LinkedInda o'tiribmiz, bizda xohlasak ham uni yopish unchalik oson emas, chunki bu Microsoftga tegishli xalqaro platforma. Lekin rostini aytsam, baribir rivojlanyapmiz, juda zo'r rivojlanyapmiz. Ammo hali Amerika yoki qandaydir super rivojlangan davlatlar darajasiga yetishimizga ancha bor. Pul jihatidan, ya'ni shu mahsulotni yaratib qancha topishingiz. Masalan, siz bir platforma yaratdingiz, aytaylik ta'lim platformasi, bu muhim emas. Masalan, bizda Mutolaa App degan ilova bor. U xuddi Summariz Books kabi nomlanadi. Ya'ni Summariz bu kitoblarning rezyumesi, boshqacha aytganda, kitoblarning qisqacha mazmunini o'qishingiz mumkin bo'ladi. Yoki bitta obuna bilan bazadagi barcha kitob va audio kitoblarni cheksiz o'qishingiz yoki tinglashingiz mumkin. Amerikada bunday obuna bemalol $20 turishi mumkin. Oyiga, bir oyga. Chunki odamlarga bu okey. Sababi chat deputy va boshqalar narxni shunday belgilaydi. U yerda video har xil vositalar video generatsiya uchun bir oyga o'rtacha summa $30, balki $29dir. Ya'ni bu ular uchun ham hamyonbop. Bizga endi qimmat. O'zbekistondagi o'rtahol odam uchun $10-20 bunday obunalarga ega bo'lish ancha sezilarli xarajat. Hatto ChatGPT ham aynan biz va yana bir qancha mamlakatlar uchun obunani $5 qilib qo'ydi. Shunday maxsus bir reja biroz cheklanganroq bo'lsa-da, aholi uchun ancha qulay bo'ldi. Agar startapingiz bo'lsa, bu yerda $5, u yerda $25 olasiz. Shartlar bir xil bo'lsa, 5 baravar ko'p joyda ishlash ma'qul. Bizda hamma narsa rivojlansa-da, odamlar ko'proq pul topish uchun u yerga intilishining birinchi sababi shu. Xuddi shuningdek, alohida mutaxassislar uchun ham u yerdagi maosh bu yerdagidan ancha yuqori. To'g'ri, u yerda yashash xarajatlari, cost of living, qimmatroq, lekin biz o'ylaganchalik emas. Xo'sh, ikkinchi sababchi. Yana boshqa sabab ham bormi? Ha, siz birinchi sababni aytdingiz. Men yana bor deb o'ylabman. Menimcha, ularni ko'plab topsa bo'ladi, lekin asosiysi shu. Ikkinchidan, nazarimda, bu yerda ishlash uchun hanuzgacha to'siqlar ko'proq. Nima ko'proq? To'siqlar, g'ovlar. Ya'ni bizda byurokratiya, hisobot berish ishlari hanuzgacha saqlanib qolgan. Menimcha, AQShda ham demokratiya kam emas edi. Byurokratiya uzr kamroq, ancha kamroq. Biznes uchun byurokratiya deyarli umuman yo'q. Masalan, Delaverda shtat va federal solig'i ham olinmaydigan shtat bor. Bundan tashqari, u yerda soliqlarni optimallashtirish ancha puxta o'ylangan. U yerda sizni umuman hech kim bezovta qilmaydi. Hech bir davlat organi tekshirmaydi. Bu yerda esa bor. Ya'ni u yerda biznes qilish ancha oson, chunki ular 200 yildan beri bu bilan shug'ullanadi. Ularda hamma narsa yo'lga qo'yilgan.
Bizda endi boshlanyapti, jarayonlarni yo'lga qo'yapmiz, raqamlashtirib, soddalashtiryapmiz, soliqlarni kamaytiryapmiz. Ya'ni bu yerda davlat yaxshi sharoit yaratishga juda harakat qiladi, lekin tadbirkorlar bilan gaplashsangiz, ular sizga yo'q nimalar deyapsiz, bizda ba'zilarni bo'g'ishyapti-ku deb aytishadi. Ayniqsa gul do'konlari kabi offlayn biznesni olaylik. Ularga doim nimadir taqiqlanadi. Falon joydagi soyabonni olib tashla, ol. Chunki u shaharga xalaqit berayotganmish yoki yana boshqa bahona. Aksincha, ularga faqat ishlashlari uchun barcha sharoitlarni yaratib, yordam berish kerak. Tadbirkorlar shunday bir xalqki, ularga yordam berish ham shart emas. Xalaqit bermasa, o'zlari qiladi. Ular odamlar hayotini yaxshilaydi, chunki bu ularning biznesi. Axir ularda raqobat bor. Agar biri yomonroq ishlasa, unga emas bunisiga borishadi. Ya'ni bu ma'noda bizdagi sharoitlar ham ikkinchi sababdirki, biznes muhiti hali ideal emas. Ammo biz shunga intilyapmiz, o'sish IT sohasidagi yuksalish, islohotlar haqidagi gaplar esa rost. Bularning bari bor gap. Faqat buning uchun vaqt kerak. Bunday narsalar birdaniga sodir bo'lmaydi. Iqtisodiy mo'jizalar, masalan, Singapur xuddi to'satdan sodir bo'lgandek tuyuladi. Yo'q, bunga ham o'nlab yillar ketgan, o'nlab yillar. Lekin bu shunchaki vaqt masalasimi? Agar hamma narsa shu zaylda davom etsa, lekin shunday davom etmasligini bilmaymiz. Agar shunday ketaversa, bu faqat vaqt masalasi, xolos. Biz to'g'ri yo'nalishda ketyapmiz, buning o'zi juda zo'r. Hozirda barcha resurslar, hamjamiyatning katta qismi, investorlar, mutaxassislar va boshqalar hammasi poytaxtda ko'proq to'plangan. Bu hamma joyda shunday va hamisha shunday bo'lgan. Viloyatdan, kichik shahardan chiqqan odam qanday qilib katta ishlarni amalga oshirishi mumkin? Bu haqiqatan ham juda qiyin. Biz ham road-showga borganimizda shu holatga duch keldik. Hozir jamoamizda 1000 dan ortiq ko'ngillilar va viloyatlik yoshlar ko'p, ular taxminan 30% ni tashkil etadi. Yig'inlarimizda asosiy qism toshkentliklar yoki viloyatdan kelib, Toshkentda yashaydiganlar, masalan, poytaxtda o'qiydiganlardir. Biz hududlardagilarning ahvoli qanchalik og'irligini, imkoniyatlar esa ancha kamligini ko'rib, bunga guvoh bo'lyapmiz. Hududlardagi ko'ngillilarimiz ham sizlarda ko'p narsa bo'lyapti, bizda yo'q deb nolishadi. Hududdan, chekka joydan chiqqan odam poytaxtda yashamay turib, qanday qilib biror yutuqqa erishishi mumkin? Buning ikki yo'li bor. Birinchisi poytaxtga ko'chib kelish. Bu ko'pchilik tanlaydigan juda oson yo'l. Chunki bu yerda birdaniga yaxshi universitetga kirish mumkin. Muhit boshqacha, imkoniyatlar ko'proq. Har xil kurslar, simpoziumlar, anjumanlarga qatnaysan. Yangi tanishlar orttirasan, o'z startapingni yaratasan va hokazo. Ikkinchidan, salbiy bo'lib ko'ringan narsa ba'zan ijobiy bo'lib chiqadi. Hududlarda raqobat Toshkentdagidan ancha kam. Agar hech kim shug'ullanmayotgan sohani topsangiz, masalan, Toshkent yoki xorijda bor, lekin sizda yo'q, uni birinchi bo'lib ochasiz. Raqobatchilar paydo bo'lguncha ma'lum vaqt bemalol ishlashingiz mumkin. Toshkentda topish qiyinroq bo'ladi. Ko'p joylar band, hamma yoq to'la. Qayoqqa qaramang, bir nechta kuchli o'yinchi bor. Deyarli har bir sohada bir nechtadan bor. U yerda esa Toshkentga qaraganda imkoniyatlar aslida ko'proq ekan. Shunchaki diqqatni boshqa narsaga qaratib, o'zingizga savol berishingiz kerak. Hozir biror joyga borib, uzoq vaqt yashashga imkonim yo'q ekan. Shu yerning o'zida nima qila olaman? Shu yerda nima qilay? Shunda ko'p narsa qilish mumkinligi ayon bo'ladi. Endi kelajakki plan qanaqa? O'sha kripto ferma. Kelajakka qanaqa planlar deydigan bo'lsak, bizlar mana keyingi 3-4 yilda shu kripto fermasini rivojlantirmoqchimiz. Eng asosiysi biz mana xalqimiz uchun hosting xizmatlarini tashkil qilib bermoqchimiz. Bu nima degani? Kimdir Toshkent shahrida yashayapti va unga kripto mining sohasi qiziq. Deylik, unda $10,000 pul bor. $10,000 ga hech qanday mining ferma qila olmaydi va qonuniy yo'li ham juda ham qiyin. Biz unga sharoit qilib beramiz. Biz unga bizning fermada uskunalarni o'rnatib, u yerdan daromad olish imkonini yaratib bermoqchimiz. Bu birinchisi. Ya'ni oddiy qilib tushuntirganda, mana misol uchun menda agar apparat bo'lsa, men sizni fermangiz orqali o'sha apparatni qo'yishim mumkin. Shunaqa. Ishlatishim mumkin. Shunaqa. Tushunarli. Siz как бы shuni evaziga qanaqadir protsent olasiz? Shunaqa. Foiz emas, biz har bitta qurilma uchun ijara xizmatida pul olmoqchimiz. Bu hali konsepsiya ishlab chiqarilyapti. Narxi, bo'yicha va umuman qonunchilik tarafdan to'g'ri keladigan jihatlarni hali ishlab chiqyapmiz. Lekin umuman olganda men shu hosting xizmatini juda ham rivojlantirmoqchiman. Nimaga? Chunki O'zbekistonda yoshlar juda ham qiziqadi bu sohaga.
Lekin ularda imkoniyat chegaralangan. Mana biz ularga imkoniyat qilib beramiz. Qonuniy Litsenziya bor. litsenziya bor. Qonun talablariga rioya qilgan holda hammasi shaffof. Ular ishlash uchun biz imkon qilib beramiz. Yana bitta ikkita apparatni qo'ymoqchi bo'lgan odamlar alohida litsenziya olish kerak emas. Shunaqa. Faqat sizni litsenziyasiz bo'lsa bo'ldi. Shunaqa. Okey. Yana bitta savol bor edi aytgancha, o'sha kommentariyalarda odamlar yozgan. Qancha suv ishlatadi apparat? Ko'p suv ishlatmaydi. Unda suv sirkulyatsiya bo'lib turaveradi. Ya'ni qurilmalar ichidan sovutib suv aylanadi va qaytib o'sha bochkaga boradi. O'sha konteyner qanaqadir suv yomkisiga boradi. Va u suv qaytib keladi. Ya'ni umuman olganda, u suv sirkulyatsiyasi bo'lgani tufayli bir oyda suv yo'qotishlari balki 10-15 litr bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt yangi elektr quvvatimi? Aksincha, men hatto shunday degan bo'lardimki, u shunchalik ko'p elektr energiyasi iste'mol qiladiki, aynan shu ma'noda bizni halok qilishi mumkin, ya'ni elektr quvvati yetishmay qoladi. Chunki ishtahalar doim o'sib bormoqda. Ha, elektr energiyasi iste'moli hajmi aqldan ozgan sur'atlarda o'syapti. Aytgancha, kadr ortida isib ketish haqida gaplashgandik, to'g'rimi? Kameralar qizib ketadi deb. Xuddi shu muammo, chunki bu kompyuterlarning, bu mashinalarning hammasi juda qattiq qiziydi. Ular adashmasam suvda yoki muz ichidami? Suvda ham, muzda ham turishadi. Endi esa yana kosmosga, chunki u yer sovuq. U yerda eng tabiiy sovutish bo'ladi. Hatto bu juda yaxshi bo'lsa ham ajab emas. Elon Musk, Nvidia va XAI kabi juda jiddiy loyihalar ham bor. Ular ikkalasi, shu ikki tashkilot u yerga o'z serverlarini joylashtirishni juda jiddiy rejalashtiryapti. Shuning uchun agar buni so'zma-so'z tushunsak, yo'q, so'zma-so'z bo'lmasa ham, ha, albatta bu chinakam inqilob. Sun'iy intellektning o'zi o'ylamaydi. U shunchaki intellektga taqlid qiladi. Shu sababli sun'iy intellekt nomi shov-shuvli. Tushuntirish shunchaki juda osonda. Aslida bular shunchaki neyron tarmoqlar, aniqrog'i til modellari deyish mumkin. Lekin bu intellektga ajoyib taqlid qiladigan. Bizga intellektual vazifalarni javoblar va amaliy harakatlar ko'rinishida hal qilishga zo'r yordam beradigan texnologiyadir. Mana deka agenti deb ataluvchi agentli SI allaqachon o'zi tugmalarni bosadi, xat jo'natadi va saralaydi. Kelajak aniq shunda. Buni hamma o'rganishi va tushunib yetishi kerak. Kim ulgurmasa, har qanday sohada shunchaki ortda qolib ketadi. Aytgancha bu haqda savol ham bor edi, lekin siz unga javob berib bo'ldingiz. Shuni darhol aytib o'tmoqchimanki, o'z sohangizda sun'iy intellektni o'rganishingiz shart. Tibbiyot, jurnalistika, huquq yoki iqtisodni bilib, AI ishlatsangiz, sizda ustunlik bor. Siz faqat AIni biladiganlar yoki IT mutaxassislaridan afzalroqsiz. Ya'ni biror bir aniq sohani bilish va unda IT jumladan ushbu texnologiyalarning bir qismi bo'lgan sun'iy intellektni qo'llash kerak. Kelajak aniq shunda. Tasavvur qilyapsizmi? Do'konga kirasiz-u, kassada haqiqiy odamni emas, agentni ko'rasiz. Yo'q, hattoki agentning nima keragi bor? Mana Amazon Go deb nomlanadi Amazon do'koni. U yerda umuman odam yo'q. Kirasiz, keraklisini olasiz va chiqasiz. Tizim esa bu siz ekaningizni taniydi. Apple Pay yoki biriktirilgan boshqa hamyoningizdan pulni yechib oladi. U yerdagi har bir mahsulotning o'z yorlig'i borligini, ya'ni aynan nimani olganingizni biladi va chiqishda hammasini hisoblab chiqadi. Bu allaqachon haqiqatga aylangan. Bunday bo'lishi aniq edi. Bu qachon voqelikka aylanadi? Bu yerda bu qiziqarli savol. Chunki O'zbekistonda inson mehnati baribir robot yaratishdan ham arzonroq. Inson mehnati robot yasashdan arzon. Olib tezda o'rgatasiz. Shuning uchun bu yerga tez kelmaydi. Bunday jismoniy mehnatga kelsak, bizning mamlakatlarimizni hozir 3-dunyo rivojlanayotgan mamlakatlar deb atashadi. Bu bema'nilik, bu ahmoqona va noto'g'ri nomlar. Yaqinda ajoyib bir yangi atamani eshitib qoldim. Global Janub. Ya'ni Global Janub. Bu biz barcha Osiyo, Afrika, Janubiy Amerika mamlakatlari. Biz shu qadar tez rivojlanyapmizki, endi bizni qoloq yoki past darajada deb bo'lmaydi. Lekin bu mamlakatlarda haqiqatan ham aholi ko'p, tug'ilish darajasi yuqori. O'zbekiston ham bundan mustasno emas. Har oilada 2-3 farzand. Ha, bu eng kami Hindiston kabi mamlakatlarda esa bundan ham ko'p. Ya'ni tug'ilish juda ko'p,
Shu sababli ham inson mehnati arzon, chunki odamlar ko'p, hamma ishlashni xohlaydi. Shuning uchun biror kishini ishga qo'yib, tezda o'rgatish, masalan, hisoblashlarni amalga oshiradigan va elektr energiyasi sarflaydigan butun boshli Androidni ishga tushirishdan ko'ra arzonroqqa tushadi. Uni zaryadlash kerak, dasturiy ta'minoti el-elema yangilanib turishi lozim. Bu esa katta ehtimol bilan yana qandaydir obundan talab qiladi. Bu juda qimmat, o'z odamimizni qo'yish osonroq. Shunga bizga tez kelmas, lekin qachondir keladi. Menimcha umuman kelajak shunday bo'lishi kerakki, biz odamlar, ya'ni organik, biologik mavjudotlar ishlashga majbur bo'lmaylik. Aslida bu noto'g'ri, biz buning uchun yaratilmaganmiz. Biz ijod qilish, bir-birimiz bilan muloqot qilish, ko'ngil ochish, rivojlanish, nafaqat o'zimiz, sayyoramiz yoki insoniyat uchun, balki butun koinot uchun muhim narsalarni o'ylab topish, umuman olamni taraqqiy ettirish uchun yaratilganmiz. Biz shunchaki kun kechirish uchungina bunday oddiy mehnat bilan shug'ullanmasligimiz kerak. Bugun 21-asrda ham biz yashamay jon saqlayapmiz. Ya'ni har bir odam o'zini va oilasini boqish uchun qandaydir yo'l bilan pul topishi kerak. Bu tubdan falsafiy nuqtai nazardan noto'g'ri. Inson bunga yaralmagan. Inson bizdek muloqot qilishga yaralgan, shunday bo'lishi kerak. Biz hozir o'tirib mashina ham yarata oladigan narsalarni yaratishimiz kerak emas. Aslida ancha oldin shunday bo'lishi kerak edi, lekin Xudoga shukr, sivilizatsiyaning yoshi uncha ulug' bo'lmasa-da, ancha tez rivojlanib, mashinalarni ko'p jihatdan avtomatlashtirishga erishdik. Masalan, ba'zi ishlarni endi o'zimiz qilmaymiz, chunki bizda hamma narsa avtomatlashtirilgan zavod va fabrikalar, dastgohlar, konveyerlar bor. Biz ijod bilan shug'ullanib, baxtli yashashimiz uchun bu barcha sohalarda va hamma joyda joriy etilishi kerak. GPT chati, sun'iy intellekt va boshqa texnologiyalarning rivojlanishi ham shunga xizmat qiladi. Ta'limning kelajagi nima bo'ladi? Odamlar aqlan zaiflashadimi? O'zim emas, ChatGPTga qildiraman. Demak, o'ylagim yo'q. Yana ahmoqroqman. Hech bo'lmaganda niyat darajasida bu juda achinarli holat, chunki mening birinchi niyatim mayli o'sha qilsin, mayli o'sha yozsin bo'ladi. Men uni allaqachon yaxshi o'rgatib olganman, u meni yaxshi biladi, aynan shu ChatGPT. Bu degani men hamma joyda kuzatyapman, agar insonning o'zi fikrlashni istamasa, u albatta sog'lom fikrlashdan to'xtaydi. Demak, aql bu intellektmi? Boshqarish xuddi mushakdek uni chiniqtirish kerak. Agar chiniqtirmasangiz o'tmaslashib qolasiz, juda oddiy. Va u xuddi o'sha aytish mumkinki, neyron tarmoqlari shabloni bo'yicha ishlaydi. Ya'ni bu neyron aloqalar. Siz biror narsa qilganingizda, ayniqsa yangi narsani o'rganganingizda, sizda bu aloqalar shakllanadi va mustahkamlanib boradi. Buni qilishdan to'xtasangiz, ular zaiflashadi yoki umuman yo'qolib ketadi. Bu esa xotira yomonlashadi. Tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyati buziladi. Umuman hamma narsa yomonlashadi deganidir. Odatda nima tavsiya qilaman? Foydalaning, chunki bu samaraliroq, tushunarli. Lekin avval o'zingiz urinib ko'ring. Qolaversa, o'zingiz uddalagan ishni unga bering-da, noldan boshlamaslik uchun shuni yaxshilab ber deng. Shunda sizning uslubingiz ham, ovozingiz ham, obrazli aytganda fikrlaringiz ham saqlanib qoladi, faqat sifati oshadi. Chunki u buni yaxshiroq yoki tezroq bajaradi. Ya'ni undan yordamchi sifatida foydalaning. Unda ahmoq bo'lmaslik imkoni bor. Lekin hamma ham bizni eshitmaydi. Shuning uchun darrov foydalanishadi. Demak, trend saqlanadi va biz o'tmaslashamiz. Aytgancha, men o'zimnikilarga, ya'ni ko'ngillarimga doim aytaman, ular menda Gen Z vakillari. Bizda o'rtacha yosh 18. Deyman, yigitlar, tarixdagi eng ahmoq avlod ekaningizni bilasizmi? Ular sizdek nima u deydi, men rostdan deyman. Xullas, tadqiqot o'tkazishdi va IQ testlari topshirildi. Insoniyat tarixida ilk bor bu avlod oldingisidan yomonroq natija ko'rsatdi. Keyingi avlod har doim yaxshiroq. Bum xullas orqaga. Endi aytaman, yaxshi xabar bo'lsa, keyingi avlod bundan ham yomon topshiradi. Yana shunga qaytiladi. Bu aslida insoniyat uchun yomon xabar. Lekin trend ketdi. Ya'ni endi eplay olmayaptilar. Nima uchun shunday bo'ldi? Faqat sun'iy intellekt emas. Bu tarmoqlarda ertaroq boshlandi. Chunki mana bu rilslar uslubi, ya'ni mana shunday, umuman bular stream deb ataladi, to'g'ri? Mana shu oqim scrolling. Scrolling, doom scrolling eshitganmisiz? Odam uzoq vaqt diqqatini jamlay olmaydi. Zo'r rolik yoqsa ham keyingisini ko'rgim keladi. Mayli oxirigacha ko'rib davom etaman. Bu esa uzun kontentga diqqatni jamlamaslikdek yomon odatni shakllantiradi. Masalan, YouTube videosi, kitob yoki biror film kabi. Uzoq kontentga uzoq vaqt diqqat qarata olmasangiz, fundamental bilimga ega bo'la olmaysiz. Bu ma'lumotdan faqat qisqa qismlarni olasiz. Ulardan umumiy manzara olish qiyin, chunki ular turlicha. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda ular boshqacha. Bitta mavzu davom etmaydi, ular turlicha. Ijtimoiy tarmoqlar sizni sinashdan manfaatdor.
Balki bu sizga qiziqdir, balki qiziqdir. Faqat sizga doim qiziqlar emas. Shu sababli ham avvallari klipcha deb atalgan boshqacha fikrlash uslubi paydo bo'ladi. Bunda odam biror narsaga uzoq vaqt diqqatini jamlashni istamaydi, u tezlikni xohlaydi. Buning afzalliklari bor, masalan, tezroq moslashasiz, lekin umuman olganda bu intellektual rivojlanishingiz uchun yomon. Fundamental murakkab narsalarni o'zlashtira olmaysiz, har qanday fan murakkab bo'lgani uchun uni o'rganishga qodir bo'lmaysiz. Hozir balki men ham siz ham seza boshlagandirsiz. Ayniqsa, yosh avlod biror savol yoki muammo tug'ilishi bilan darhol ChatGPTga kirib, nima qandayligini so'raydigan bo'lib qoldi. Agar shunday davom etsa, ular haqiqiy odamlar bilan kamroq muloqot qiladigan bo'lib qoladimi? O'zimda ham, umuman dunyoda ham odamlarning boshqalar bilan muloqot qilishni, o'zaro aloqa o'rnatishni tobora kamroq istayotgani kuzatilmoqda. Murakkabroq va kamroq mehribon bo'lib borishyapti. U mehribon siz bilan urushmaydi, doim qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni bir bema'ni g'oya aytsangiz, u buni zo'r g'oya deb aytadi. Faqat hammasini teskari qilish kerak, qolgani genial. Odam ayniqsa do'st unga to'g'ri yo'q, nimadir kam deya oladi. Do'st doim borni aytadi. Shu sababli do'stlashmoqchimiz ular. Masalan, yana bir tendensiya, ya'ni yanada yaqinroq munosabatlar bu to'y uylanishdir. Butun dunyoda nikohlar kamayish trendi bor. Agar nikoh qurilsa ham ajrashishlar juda va juda ko'p. Odamlar birga yasholmas. O'zbekistonda ham xuddi shunday. O'tgan yili birinchi marta ajrimlar soni oshib ketdi. Ajrashishlar soni, ha, bu bir tomondan dahshat albatta. Doim shaxsiy tanlov tarafdoriman, aralashmayman. Hayot yomon bo'lsa, uzoq yashashdan ne foyda? Bu to'g'ri. Boshqa odam topish kerakdir. Balki. Hozir sizni kompaniyangizni agar sotmoqchi bo'lsangiz, kompaniyaning o'zini narxi bor. O'sha qancha hozirgi payt? Hozir 2,5 million, lekin men hozir hech kimga qiziq bo'lmayman. Hech kimga degandan strategik investorlarga qiziq bo'lmayman. 2,5 million dollar. Strategik bizneslar deganda, aytaylik, katta banklar yoki katta tashkilotlar, bizga mo'ljallayotgan banklarimiz bu o'sha Anorbank, TBC, aytaylik, Yandex desak, Taklif kelsa sotasizmi? Taklif, yaxshi taklif kelsa har doim sotish kerak. Nimaga? Chunki sotganingiz yaxshiroq, chem ushlab o'tirganingizdan ko'ra. Biznesni kimdir taklif berayotgan bo'lsa, sotib olish kerak sirasiga. Gap bu yerda agar o'sha strategik biznes bo'lsa, u masalan bozorda katta igrok deylik, o'sha masalan TBC katta bozorda kattaga bitta igroklardan bittasi bank sifatida. U sizni sotib olmoqchi. U bilan agar integratsiya qilsangiz, katta narsalarga erishishingiz mumkin, birlashishingiz agar. Tabiiyki sizni produktingizga yaxshilik keltiradimi? Ha, keltiradi. U to'laqonli sotib olish mumkinmi? Sizni biznesingizni chiqarib olib sizdan chiqarib olish ham mumkin. Bu degani siz nima bo'ladi? Bu produkt bilan shu bozordan sotib oldingiz, bo'ldi, qiymayman degani emas-ku. O'sha produktni boshqa bozorda qilish mumkin. Turkiyada, Yevropada, Amerikada. Mana bizning maqsadimiz ham o'z ochchasi gapiradigan bo'lsak, biz ham shunaqa qilmoqchimiz. 4 yilda kompaniyani ishirtirib O'zbekistonda zo'r egallab olib, qaysidir strategik biznesga sotib yarmisini va u bilan yanada ko'proq bozorni egallab, O'zbekistonning o'zida aytmoqchiman. Polностью chiqib ketish bu biznesdan. Chiqib ketgandan keyin xuddi shu biznesni boshqa dunyo bozorlarida qaytarish. Ya'ni O'zbekistondan chiqib ketish demoqchisiz. O'zbekistondan chiqib boshqa bozorlarda. Ya'ni hozir o'zida ham eksportga chiqyapmiz. Qozog'istonga, Ozarbayjonga. O'zbekistonni o'zini sotib, Ozarbayjon, Turkiya ularni ham keyin hammasini birlashtirib yana bitta qanaqadir katta strategik igrokga sotib, bo'ldi keyin qaysidir Amerikaga, Yevropaga, chunki u siz tajribangiz bo'ladi, ham o'zingiz plyus bo'ladi. Risk qilishingiz uchun bemalol duxingiz ham bo'ladi, plyus bo'lganligi uchun. Ya'ni qisqa bo'ladi demoqchiman, sotib olish kerak. Bu birinchi anaqa sababi. Ikkinchi sababi nimaga desangiz, chunki har 5 yilda biznes modellar o'zgarib turadi. O'zi mana orqaga 5 yil orqaga qarasangiz, IT biznesda oldin post sistemalar, oddiy post CRM sistemalar, do'konga qo'yiladigan, tit qiladigan apparatlar bor-ku. O'shalarni oylik abonent to'lov narxi 500 ming atroflarida edi. Keyin 2 yildan keyin 300 mingga tushdi. Keyin mana hozirgi holatda уже 50 ming so'mga ham bor. Hozir bozorda bilasizmi nechta post sistema? Nechta? 120 ta post sistema bor. Ro'yxatdan o'tganlar, ro'yxatdan o'tmaganlar hali nafiga.
Ya'ni dunyo o'sha dunyo nima O'zbekiston o'zida 120 ta konkurent bor уже bozorda. Tam bizga biladiganlarimiz Bius, tam aytaylik Bito, Optimolar bo'lsa, ulardan tashqari yana shunchasi bor, tiqilib yotibdi. Уже abonent to'lovidan hech kim foyda qilmayapti уже-da. Ya'ni bu yerda biznes model o'zgargan уже. Mana shu biznes model o'zgargan, kim sotib olib biznes modelini o'zgartirib o'sha strategik igrok bilan, ya'ni biznes bilan o'zgartirib yuborsa, o'sha yutadi. Agarda qolib ketursa, shu eski biznes modelda yutqizadi har doim. O'shanga kuyov chiqqanda qizingizni sразу uzatishingiz kerak. Yaxshi joyidan chiqsa agar. Da. O'zingiz nima deysiz? Misol uchun hozir biznesni yoki startapni odam bitta o'zi qilgani yaxshimi yoki kimdir bilan qilgani yaxshimi? 1+1 matematikada 2 da, lekin biznesda 1+1 har doim 11, 22, 40, 30 ko'payaveradi. Ya'ni har doim sherik bilan boshlaganingiz yaxshi, faqat o'sha sherikni kimligiga ham bog'liq juda ham-da. Da. Lekin bu savolga men javob eta olmayman. Endi men o'zim sheriklarim xudoga shukr yaxshi juda ham. Sherik topish bu xuddiki xotin topishdek gapda, bu ham bitta riskda. Yaxshi bo'lib ketishi mumkin yoki yomon bo'lib ketishi mumkin. Bila olmaysiz bu narsani. Men so'rab surishtirishingiz ham tipi cho'tki bo'lishi mumkin, shu atrofdagi odamlar aytishi mumkin, bu aldamaydigan, boshqa qilmaydigan. Lekin ishlab turib bilasiz-da u inson bilan qanaqaligini aslini. Da. Ishlab turgan odam. Musulmonchilikda nima deydi? Ishlaganmisan, qudandachiliging bo'lganmi yoki-da birga safarga chiqqanmisan shu inson bilan. Mana shu 3 ta kriteriya bo'yicha yashab ko'rgan bo'lsangiz, shu inson bilan o'shanda ayta olasiz shu inson haqida yaxshi yoki yomonlik haqida. Shu. No, o'zingiz nima deysiz? Misol, hozir men startapni boshlamoqchi bo'lsam, menda g'oya bor, misol uchun. Birinchi step, birinchi qadam nima qilishim kerak? Sotish kerak. Sotish kerak? Mijozga borib g'oyani sotish kerak. Birinchi bo'lib, mana ideya keldi. Aytaylik, bilmadim. Hozir qanaqadir ideya o'ylab topamiz sizlar bilan. Условно говоря, misol uchun menda ideya bor, sun'iy intellekt qilish uchun, qanaqadir neyrosit qilish uchun, чтобы kameralarni настройка qilish uchun. Men shunda operatordan ekonom qilaman. Tushundingizmi? Tushundim. Shunaqa g'oya bor, misol uchun-da. Hozir operator akani ishdan bo'shatib yuboramiz demak. Bo'ldi. O'sha nima qilishim kerak? Menda g'oya bor. Borib sotish kerak shu g'oyani. Borasiz, birinchi o'rinda shu operatorlik bilan shug'ullanadigan video production bilan shug'ullanadigan agentlik bilan ro'yxatini shakllantiramiz. 20 ta 30 ta bordir. Hammasiga telefon qilamiz. Aka, siz shu nima edi, productionga chiqqan paytingiz, video olishga chiqqan paytingiz operatoringizga plus minus 1 soat vaqtini ketkazadi videoni to'g'rilashga, kamerani to'g'rilashga. Men buni 15 minutda qila oladigan darajada sun'iy intellekt yasamoqchiman. Qiziq bo'lsa, keling gaplashib ko'ramiz degan narsani uchrashuvga chaqirib, keyin o'sha detalni, o'sha narsani sotib ko'rishga harakat qilish kerak, anaqa founder o'zi. Hali komanda yo'q, produkt ham yo'q, ideyani o'zi. Mijoz bilan birinchi bo'lib gaplashib ko'rish kerak. Mijoz aytadi, "Yo'q, menga 15 minutda emas, menda 5 minutda bo'lish kerak. Menda misol uchun 45 gradus rakursda emas, menga 60 gradusli rakursda to'g'ri bo'lish kerak. Menga faqat kamera ham emas, menga lampochkalarni ham to'g'rilab qo'yishing kerak. Kameradan tashqari menda operatorim esidan chiqarib qo'yadi, har doim batareyani zaryadka qilib qo'yish. O'sha narsani ham eslatib turish kerak. Undan tashqari aytaylik, shtativ qolib ketadi har doim. Qayerdadir ham o'sha shtativni ham olib kelib beradigan qilishing kerak. Endi bilmadim, mana shunaqa takliflarni o'zi mijoz etadi. Men emas, siz emas. Founder egasi ham emas, qo'yon egasi ham emas. Mijoz nima deyapti degan savolga javob olish kerak. Ya'ni o'sha muammoga как бы решение topishingiz kerak. Muammoga решение va eng asosiy maqsad o'sha odamni rozi qilish. Mana miyada founder maqsadi shu. Shu insonni rozi qilaman, muammosini hal qilaman, rozi qilaman degan narsani. Rozi qilishim uchun nima qadamlar bosishim kerak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degan punktlar yozib chiqsin founder odam. Hali komanda ham shakllantirishdan oldin mana shu narsalarni qilib chiqsin. Endi shunaqa muammolarga duch kelgan odamlarni topsin. Ya'ni ko'p odamlarni topsin. 40 ta, 20 ta, 30 ta farqi yo'q. Topgandan keyin bo'ldi akalar, men sizlarga shu muammolarni hal qilib bermoqchiman, faqat menga qanaqadir qisman bo'lsa ham predoplata berib chiqinglar. 5%, 10%. Agar real muammosi bo'lsa, o'sha klientlarni berishga tayyor bo'ladi har doim.
первый проходимость klientlar bo'ladi har doim. Ya'ni bozorda 100 ta production agentstvolar bor bo'lsa, 20 tasi постоянно shu muammo bilan duch keladigan bo'lsa, shu 20 tasi demak tayyor bo'ladi har doim. Pul berishga-da. $100 dan olib chiqsa ham, misol uchun, aytaylik, $100 dan olib chiqsa ham 20 tasiga sotsa $2000 bo'ladimi? Demak, $200 dan Cloudga 10 oyga pul to'lab qo'yishga, подписка olib qo'yishga vaqti bor, bemalol yetadi degani, to'g'rimi? Bo'ldi, Cloud ishlatib ko'rsam yoki deb bilmadim, ChatGPT'mi farqi yoki deb programmist olsin founder sifatida mana senga $1000 predoplata и $1000 tugagandan keyin anaqa olaman. То есть beraman senga deb produkt yasasin, sotsin keyin уже. Hozirda IT sohasida eng talabgir yo'nalish qaysi va u kelgusi 5 yilda ham shunday bo'lib qoladimi? Machine learning bu birinchi raqamli yo'nalish, chunki u aynan sun'iy intellekt bilan bog'liq. Xo'sh, sun'iy intellekt o'zi nima? Bular o'rgatilishi kerak bo'lgan mashinalar bo'lib, keyinchalik ular o'zlari ham o'rgana oladi, lekin hozircha mashina o'z-o'zini o'rgata olmayapti. Ya'ni hammasi shu tomonga qarab ketmoqda. Intilyapmiz oxiri shunday bo'lsa kerak. Lekin hozircha inson aralashuvisiz, shu muhandislarsiz hech narsa bo'lmaydi. Shu sababli machine learning, ya'ni mashinaviy ta'lim bu menimcha eng zo'r soha. Bu kelajak kasbi va ayni damda hozirning ham kasbi, ya'ni kelajak shu soha bilan bog'liq. Bulutli texnologiyalar ham, chunki barchasi katta ma'lumotlarga asoslangan va u shu orqali o'rganib, rivojlanadi. Ular qayerdadir saqlanish kerak, bari bulutli texnologiya. Bu ham oson ish emas, ancha murakkab masala. Buni tushunadiganlar arxitektorlar va maxsus bulut muhandislari. Ana shu kasb egalari, ya'ni bulutli texnologiyalar sohasidagilarning barchasi xalq tili bilan aytganda, bulutlarda uchib yurganlar juda talabgir bo'ladi, chunki ularga ehtiyoj faqat ortib boradi. Hatto O'zbekistonning o'zida ham. Mana yaqinda Datavolt Saudiya Arabistondan kirib keldi. Xitoyliklardan esa menimcha Alibaba aynan o'zining cloud xizmati bilan kirib kelmoqchi. Ya'ni ko'p Huawei bu yerda juda faol. Shu bois har holda kelajak buning ham ortida. Uchinchisi kiberxavfsizlik. Menimcha hozir aldov juda ko'p, buzib kirishlar ham juda ko'p. Kimki o'zini himoya qilishni o'rgansa, albatta bundaylarni turli banklar jon deb ishga oladi. Katta trafik va ko'p foydalanuvchili tashkilotlar darhol xavfsizlik, ayniqsa kiberxavfsizlik mutaxassislariga qiziqadi. Buning ham kelajagi bor. Toshkentni Markaziy Osiyoning yangi Silikon vodiysiga aylantirish uchun nima qilish kerak? O'ylaymanki, biz startup ekotizimni, ITga bo'lgan qiziqishni va bu sohadagi ta'limni rivojlantirish borasida deyarli barcha to'g'ri qadamlarni tashlayapmiz. Ya'ni aslida qilinishi kerak bo'lgan ishlar allaqachon amalga oshirilmoqda. Buni albatta yanada samaraliroq, yanada kengroq miqyosda qilish mumkin, lekin bunga butun vaqt sarflanib ketadi. Qilinmayotgan ishlardan men albatta bu yerga investitsiya sifatida ko'proq xorijiy mablag'larni jalb qilgan bo'lardim. Tadbirkorlikni, freelansni maksimal darajada rag'batlantirish kerak. Ya'ni inson shunchaki biror joyga ishga kirib, ofisda issiq o'rindiqda o'tirish o'rniga bu dunyoda mustaqil ravishda jon saqlashga harakat qilishi lozim. Amerikaning siri nimada? Uning tadbirkorlar mamlakati ekanligida. Ya'ni u yerga odamlar kelgan, birinchi bo'lib kimlar kelgan deng. Umuman, yerni egallab, qoziq qoqib, oltin qazishga tayyor bo'lgan avantyuristlarda esingizdami o'sha oltin vasvasasi? Ya'ni ana shunday rejadagi butun bir qatlam sifatida namoyon bo'ladigan, kuchli so'zi o'tadigan odamlar kerak. Bu tadbirkorlik ruhi. Agar biz buni shu yerda rivojlantira olsak, startaplar yoki umuman biznes markaziga aylanish mo'jizasi bizda ro'y berishi mumkin. Butun dunyoning bo'lmasa ham hech bo'lmaganda ekotizimlar markaziga.